Nima tasga? Voy, muammoya bu. Leşinin bazğansını götürüp oldu mu bu adamı qo'rqitib? Shundaymi bu kimlardan kelgan mashadan bor. Ma bu moda bo'layotgan o'yinlarni bir qora ko'rinmalarning o'ziga bir sunib oldik-ku, shunday qiziqchilik bo'lsin deb hamda nima moda bo'lsa shuni chiqaryapmiz-ku, bir nimalarni qilib shunday-ku vali. Lekin ma leşinin bazğanını götürüp olgan taz qanmashmay qapti bo'lsa shu. Leşinin bozg'on deb ko'rsang, bozg'on ko'rinatadi ma bu. Hozir 1000 tonlik bazg'anmi nima bu? Ey, bunda Şinjancha tafakkur qilar qarab, Gulshadan Purmatandami to'qmoqda. Ha, rasman adamdan şu. Qarag'anni bilgan cho'lpan keldi programmasi Gulshadam yaratmay kelmaymi to'qmoqni avatib qo'yibdi degan. Shu to'qmoq o'zidan burun kelib bo'ldi hamda. O'zi yo'q hozirgacha. To'qmoqni o'zim ziyorat qildimi? Telefon bilan Bo'ldi kichik bo'ldi-ku. Maash kisa bu nimishdan qilib deb qolmasa ko'rmaldirimiz. Unda bo'lsa Gulshadam kammakchi qarab bo'lgan. Chaqadan. Uning yana ishinimasini, o'nchilik qurbatlarim bor. To'qmoqni ko'rgandan keyin ham shu ko'rmalar bilib bo'ldi hozir shu ham to'qmoqqa munosabatlik bir chiqir ekanda deblamchi. Oshkorlanayapti bu maxfiyatliklar hamda sirliqlashtirib davomlasak bo'ldi-da buni. Hozir unda bo'lsa Gulshadam taklif qilib qolamdoq. Necha vaqtdan beri rasmish ko'rmalarningmi ko'pinchilarimiz Tala Yulduzet, Men qaltis degan programmalar chiqib baqqan bo'lishi mumkin. Gulshadamdan jiq tayoq yeb ketgan do'stlarimizmi bo'lishi mumkin-ku. Hozir mishadagi bizning asosiy maqsadimiz o'chilish. Gulshadam chiqqan vaqtda aldırmay, sizga baray deb gaplarimiz bor bizniki. Bir o'tkazib deb qo'ysak to'g'ri. Qisas deblar. Unda bo'lsa, vaqtni bek so'zatmaylik ya. Gulshadam sanimiz taklif qilib olaylik. Anandan qolgan paranlarimizni davomlashtiraylik ya. Bugungi 2021-yillik Munavvar doktor Cho'lpan keldi programmamizda bugungi alayda soniga alayda taklif qilingan bizning suyimli mehmonimiz bo'lsa, hammalarga tunishliq, hammalar yaxshi ko'radigan tonilgan riyosatchimiz, mening suyimli adam, ham ustozim Gulshan Muhammad Tursun sanimiz taklif etimiz barkamol. Rahmet çabuklar üzülme var. Hoş geldinizler müşmolar. Öpküz peş Meyli. Taşlar suyu kaç. Siz samak hep geldiniz ya yakışan. Biz sizni sağıldık attıga yakı. Hemen mihman kılma bir özüm bir kolluk. Açtama. Gepon suran adam da olsa. Gep. Makul. Kilişli okunda bu. Daha bence yeti çöp. Makul. Neymiş ki yeti çöp 8 çöp isek bombamda. 9 çöp. Meyli. Onda var hazır kozan toxtuvağan diken davamlaştıram da. Buldu. Ha. Kopap ketem de kamsa. Ya hazır bir salam beriydi. Riyasetçi boğaşqa sehning chiqibli bek gap qilgimiz kelibdi degancha qachon salam berib olaman deb oldirab ketdim, taqozo olib ketdim, salam bera olayman desa. Ma'qul, ruxsat qilayman. Ruxsat qilay. Ijozatda. Ma'qul. Salam. Cho'lpan keldi programmasining eng suyumli iqtidorli riyosetchisi Nurali inim shundaqla Nahmadan kelgan barliq aziz tomoshabin do'stlar, shundaqla Cho'lpan keldi programmamizning ajr dasturxoniga daxil bo'lish uchun ekran oldiga taq bo'lgan barliq suyumli qadrdan ko'rurmanlar Cho'lpan keldi programmasi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Oxir keldim. Oxir keldim. Xeyli bu qoldi ya da bo'lmasa. Ishimiz deyishayotgan bak uzun bo'ldi Nurali bilan ishimiz deyishayotgan deb ba'zidan Nuralining vaqti udulkamdi, ba'zi mening vaqtim udulkamdi, lekin har bir sonni mayli ko'znakdan bulamdi yoki doyingdan bulamdi. Shunchalik hamda astoydillik holda ko'ryapman. Men Cho'lpan keldi programmasidan ixlosman ko'rimini desam bo'ldi. Undan boshqa hech qilib shu telefonda ham qo'limizda ko'ryapmiz-ku. Hozir surat ilinayotgan, qo'yilayotgan programmalarning ichida ko'rish nisbati alayda yuqori bo'layotgan programmalarning biri. Shunlashqa Cho'lpan keldi programmasiga chiqishqimi hammamiz aldiratimiz deb o'ylayapman, chunki biz shu Cho'lpan degan nomga loyiq kep qopdiqda deb, amilga loyiq deb kesib deyli desak yaxshi bo'lmaydi, chunki bu nomni xalq bizga berish kerak, ko'rmalar bizga berish kerak, shundaqmi? Biz ba'duq, lekin qo'rqmayli beryapti. Raslan. Rahmat, oxir ba'duq. Xeyli bo'lgan saqlab qo'yadi. Rahmat. Chiqib
Çolpan Keldi programmasi pek yaxshilanyotdi. Men program qilgan chaqda do'stlarim bilan bildim-da. Voy bak qiziydi juma aday cho'qim eng yaxshi holting bilan chiqishing kerak. Ko'rish nisbati yuqori bo'lganligi uchun ajab yaxshi o'zimni namoyon qilmay qoldim deb amdi ko'ngling yerim bo'lib qolmasin, o'kinish bo'lib qolmasin deb ketganti shunlashqa men mu alayda tayyorlik bilan keldim, lekin amdi plandan o'zgarish yomon deb mening shu planim bu yerga udul kelamdi kelmamdi sizlar qanday bir razil planlar qo'ydinglar. Bugun nima ishlarni qilayotmoqchi u menga noma'lum, lekin eng yaxshi holtim bilan Çolpan Keldi programmasi uchun Nurali uchun ekran oldidagi ko'rmanlarimiz uchun xizmat qilishga tayyorman. Rahmat, rahmat. Unda bo'lsa da tayyorlik puxta ekan-ku. Bizning tayyorligimiz puxta, tutib qoldi-ku. Qanday bo'ldi-ki, bundan burungi vaqtlarda ekran oldidagi nurg'un ko'rmanlarimiz bilalaydi-ku. Sizmi nurg'un cho'lponlarni ziyorat qilib boqqan nurg'un programmalarda shundaq-ku. Bugun ziyorat obyekti bo'ldingiz-ku. Bu sizning tunji qitimlik hisoblanamdi yoki 2-3 qitimliklari hisoblanamdi? Bir qancha qitimlik ziyoratlarni qabul qilgan. Lekin boya dedim-ku, hamdi yaxshi programmalarga chiqqan vaqtimizda alayda diqqat qilib ketadiganmiz-ku. Masalan, men mushu hozirgi salohiyatimga tushliq yoki mushu cho'lpan degan nomga tushliq programmada qandaqroq so'zlayman, ko'rmanlar mendan rozi bo'larmi, bo'lmasmi degan mushu savollarni pek o'ylashib ketadiganmiz. Burun chiqqan vaqtimda roz faqat o'ylashmagan. Bugun o'zimcha hamda xil tayyorlik qilib keldim deb o'ylayman. Mayli hamda qandaq program bo'lishdan qat'iy nazar riyosatchi bo'ldiganmiz mushu sahnaning eng markazida turyapmiz shundaq-ku. Bu sahnaning eng markazida yadrosida turish har qanday odamga nisb bo'lavermaydi. Bu talay bu fursat bizga kelganligi uchun cho'qim biz yuksak darajada tirishchilik ko'rsatishimiz kerak. Har qanday vaqtda, har qanday joyda, har qanday programmada. To'g'ri. Rahmat, rahmat. Unda bo'lsa da abay diqqat qildingizmi-ki, men siz chiqishdan burun plan tuzib qo'ydik-ku bu yerda. Nim plan ko'rmanlarning nurg'unlari endi 50% yoki 40% yoki bo'lmasa faqat yo'q deganda 10-20% ko'rmanlarimiz sizning programmalaringiz qatnashib baqqan. Ko'rib cho'ng bo'lgan. Ko'rib cho'ng bo'lgan raslan. Bizim shuni ichida, lekin yoshiyat bek farqlanib ketmasakmi deb. Lekin shu petlam juma rostlan burun ko'rinish berib ketmalar. Burun qanday bo'lgan bo'lsangiz shu azroqli bir samir qolganli bir yava 3 kilo ya 4 kilo shu. Bu ilqi go'zallikka to'ldi deb ifodasak yaxshi qilarmikin. To'lgan. Demak edi shunlashqa ko'rinmalarmi sizning tayoqlaringizni yeb baqqan deb abay bir gapni qildim shundaqmi? Bugun endi bu navbat sizga keldi-ku. To'qmoqingizni ataydan sizdan burun akab 1000 tonnuliq. 1000 tonnuliq. Bugun bir o'chalayl deb qoldik-ku. Chunki men qalsi chiqqan vaqtda men bir tayoq yeb oldim. Shundaq-ku da. Esimda bor shu. Qayt ko'rib ketdim, har qitim ko'rgan vaqtim yuraklarim ichishidi qarang. Bang qo'ygan. Şunu büyüyen mi bir sınava bakaydı şu? Bir şeyin kayıtıda ne çıktın bir yürüteyle ya? Hemşede. Vang. Bunda bu zaten ben sizden hazırlan başlayımız. Şu ordumuzdan turğuzup kılırsınız madeta şu muayirlarını. Şuna çıkan şunda bolsa bize ciddiyetçilik oldu ki oturuyup dayak yesek pek ötmeydi şu. Ben bir mahfiyetlik aşkarlıydı ya. Her qitim ben şu bizning programımız qatnaşqan muayirlardan, mehmonlardan sual sorayman. Sual sorgan vaqtimda o'zim boshda bir javobini ko'rmay javob berib baqmanda asosan xato javob berma. O'zim uqmayman, lekin program chiqib hamda shulardan so'rab bo'lgandan keyin endi men uchun bir yangi bilim bo'lib mangdichu. Endi hozir o'ylab qoldim. Xato javob bersin nisbatim sal yuqori bo'lishi mumkin. Agarda xato javob berib qolsam, shu Nurali uchun xato javob berdi deb o'ylashim. Men talabni yaxshi qo'ydim men. Biraz aldın tayyorlik. Riyosetchi bo'lavergan siri mashda deyman, bek aqlli qo'yib ketadiganmiz. Bek qo'yib ketadiganmiz. Ve qanday qilsak, boshqalarni xo'sh qilamiz, qanday qilsak o'zimizga bir gap qolmas debchu. Ichimdagini deyman, xato javob berib qolsam, boshqalar nima deb qolar? Mana 10 necha yil Talay Yulduzi men qaltis programmasida boshqalardan savol so'rab, o'zining holi mushkan-ku. Mana mishinchilik ekan-ku deb qolam degan deb o'ylab qoldim. Bo'pti, desimi desinlar. Lekin siz cho'qim to'g'ri javob bersiz. 15 yilning yoqib bir aqtim demisim bo'lmaydi. Ha, shu bo'lmaydi. Unda bo'lsa, adam tez savol, tez javobni men bir qilib baqayman. Sizdan bir apaqayman. Lekin men tez savol so'rayolmaydim. Sizda ham til qobiliyatim o'shlik yaxshi bo'lmasmi? Lekin so'raysan. Bir do'ra baqayadi. Do'ra baqaysan, tamtiratma unda bo'lsa. Lekin men bu bekcha delish bormaysan. So'rab qo'yib o'jim.
Yo'q, men javob berib bo'ldim. Ha, javob berdim. Lekin tez javob beramsizmi urmag'u? Boshda so'raysan, so'rab bo'lgandan keyin ondan men javob berman. Agar tez suratning ichida men javob beramay qolsam yoki javobim xato bo'lib qolsa shu chaqda ursa. Bir shans uramdim yoki Men o'ram ko'rasa turamay aran ko'ptagan. bir sinab. Ya bu chashqa bak güzellikimga ta'sir etib qolmasin. Mush mo'ramga. Ondan başladım. Birinci bo'ldi. Javob batdim. Birinchisi, dengiz suyuning ko'tarilishi va pasayishi oy shari bilan quyoshning tortish kuchi bilan munosabatli shundaqmi? Shundaq. Xato. To'g'ri. Javobim to'g'rimi urib oldi lekin bo'ldi. Men ketdim. Ikkinchisi, laylak eng bir xabar yetkazish uchun ishlagan to'g'rimi? To'g'ri. Uchinchisi, biza xatarlik ekan. Tashlamakka qumliqi dunyo bo'yicha eng cho'ng qumliq emas, shundaqmi? Emas. To'g'ri. Ikkinchi cho'ng. Ikkinchi cho'ng. Davlatimiz bo'yicha hisoblagan vaqtda birinchisi. Dunyo bo'yicha ikkinchi. Unda bo'lsa, to'rtinchisi, mau eng yomoni. To'g'ri boshda barliq kelganmi, tuxummi? Tuxum. To'g'ri bo'lsa tuxum nereden keldi? Tuxumimiz to'g'ridan keldi. Da'vasak shu. Undan keyingisi edi. Bo'yni qanday savol deganda, opangiz yaxshi ko'ramsiz, dadingiz yaxshi ko'ramsiz degan o'xshash savollar. Lekin men dedim-ku, uychaliman dedim. Mayli. Boshqa ishlardan tashlab. Lekin xilay to'g'ri javob beradi menda. Ay, rost ko'rmanlar qat'iy savollardan azroqmi xabardor emas-chumi? Boshdan oxiriga shunda bizning programmamizdan birdan bir alaylik shu. Biz savolni deb bermaymiz. Ko'rmanlar bilib bo'ldi buni asosiyatda o'zimizniki ko'rmanlarimiz shu. Endi samimiylik ham bir go'zal ish-ku. Shundaqmi samimiylik bizni balkim boyqib etamasligi mumkin, lekin har qanday joyda, har qanday vaqtda yuzimizni yo'q qildi. To'g'ri. Men iziq turmangda. Unda beshinchisi naqsh aytganda ovozni qo'saqdan chiqaramdiq yoki qanaydimi? Qo'saqdan. Qanaydan chiqmamda da qo'saqdan qanday ovoz chiqadi? Mayli bek ilmiy usul o'ylab chiqdim. Ovoz deganimiz qanaydan chiqadi-ku da? Yo'q, qanaydan chiqsa, ovoz yetilib ketadigan, ashta bo'lib qolmasin debchi. Lekin to'g'risi ish qilib qanaydan chiqadi-ku? Dadingiz yaxshi ko'ramsiz, sapingiz. Unda o'zi 6-si, atigan qo'pqanda birinchi qiladigan ishimiz tish cho'tkalar, shundaqmi? Ko'zimizni echish. Eng oxirgisi, biza xatarli uchumada. Men tayyorlik qilib turay, 7-si, men bugun tomoq yedimmi, yemedimmi? Yemedim. Sen yemeding. Ishqib shunda payz bo'ldi. Uchimiz avvalda shunda qo'y. Nechta payz bo'ldi? Ras ko'rmalam shunda qo'shib ketdim. Men qo'shib ketdim. Ay Nurali bizning programmamiz riyosatchi bo'lsin, naq bo'ldi ekan-jimo. Bo'ldi Qaysar abi bilan tashlab qo'yishimiz. O'tganda yetotdim biz degan shunda Qaysar degan lo'liq. Ay Qaysarkas ko'migan. Qaysarkam duduq mashkimi, Qaysarkas qiyirib qoldingiz. Ma pensiya chiqadigan vaqtdan so'qqa talay ultizdan bo'sh to'p, menda programmalarni bizga beransam, men unda pensiya chiqadigan o'qishganmi deb qo'ydim. Qaysarkamning gapi chiqib qoldi ya. Qaysar Abibullah, men eng hurmatlaydigan, eng e'tirof qildigan, shunaqla eng qoyil bo'ldigan riyosatchilarning biri. To'g'rimi shu? Haqiqatan shundaq endi biz 2006-yildan boshlab Talay Yulduzi men Qaltis programmalarida kasbdosh, xizmatdosh, sahndosh bo'lib birga hurmatlar uchun xizmat qilib keldik. Bu jarayonda endi Qaysarkamning kasbga bo'lgan mehr muhabbati, ishtiyoqi, mas'uliyatchanlik tuyg'usidan boshqa eng muhimi odamiylik uchun menga haqiqiy bir ustozning peshqadam degan to'g'ri xayriyat. Soqolli qadamlarni bir ustozning qanday bo'lganligini bildirdi. Haqiqatan bu endi Qaysar Abibullah qarab bir isil insonning qanday bo'lganligini bildik. Bir isil riyosatchining qanday bo'lganligini his qilib yetdik. Yinimizda shunday bir isil ustozlarimizning bo'lgani bizning baxtimiz, ta'limimizga Nurali. To'g'ri, raslam. Salom. To'g'ri ish deyish. Yasha. Ömrünüz uzun bo'lsin aka. Raslam chin yuragimizdagi gaplar bor. Shu programmamiz nomida yana bir qitim Qaysar akamga bir cho'nqur hurmatimizni bildiramiz. Biz sizni yaxshi ko'ramiz aka. Salomat bo'ling. Shunda qilib ajab tez boshlab oldik. Men yaxshi ko'rdim, lekin boshlanish shaklini-chi. Biz har xil boshlayapmiz ada. Buni burun qilsanlarni ko'rgan bo'lsangiz, qanday his qildingiz bugungi soningizda bunda selishtirib beqing. Qaysani ko'rishni eng yuqori bo'ldi. Ben bo'g'anligim uchun yo'q. Mas shakl bak o'zguchi bo'pti-chu. Chunki bizning hamda programmalarninki mushu qanday qilganda ko'rishni sifatini yuqorilat qilib bo'ldi degan masalalar haqida bak to'xtalamiz-chu. Mushu programmaning boshlanib oldingi 3 minuti bak muhim ekan.
aldığın 3 minutda biz körmenlerin dikkatini tata alırsak, ucaqda baş kanalga yötkemaydi To'g'ri, shu. Şunun üçün ilqi programının aldı qandaq başlandı, muş programının keyninin qandaq davamlaşışı bilen şundaqla biz şu körmenlerin dikkatini, jürkini tutalamdık, tutamamdık degan bilen pek münasibetlik. Şolar tutulduq boldi. Tutib oldik, ko'rib ketdi. Keyni texmi sarqıla. Men oshkorlamadim-ku, sizga. Yani slava. Bir muncha slava o'tirib qolgandan keyin qilamiz o ishlarni. Azram o'tiramdik, yani azroq vaqt Qanday bo'ldi. odamsizmi, Ya qat'iy armida mende, ha. Undan so'ng men savolni davomlashtirayman. Lekin biz so'rgan savollar borki, shuning bilan savolga javob bergach, yana bir xil iftixorlik tuyg'usi paydo bo'ldi uchun menda. Hamda Talayyuz programmamizning nishoni izchil biz xushal kayfiyatda ekran oldidagi ko'rmanlarimizga bilmaganni bildirish, bilganni texmi cho'nqurlashtirish. Bu bizningki programmamizning nishonati, mas'uliyati, burchiti. Shunlashqa bugun mana men shu savollarni so'rash jarayonida boshda men balkim bilmasligim mumkin. Lekin men so'rab, men shu sahnada bildim. Ko'rmanlar ekran oldida o'tirib bildi. Shunlashqa programmamizdagilardan shunchalik suyundim hamda o'zimning mumshtaq har millat do'stlarimizga naf bera oladigan, manfaat bera oladigan, bilim bera oladigan bir programmaning riyosatchisi bo'lganligimdan faxrlandim rost. Rassom. Ben bir xil güzel tuyg'ular boshlab ketdim. Cuma meni bilib bilmaylam rosa. Biz shu programmamizning aloyihligi shu edi. Ko'zingizga Hamda unda bosh o'tirish taklif etayman. Astag'firullah, yaxshi. Birdan o'tiring ada. Sizni bak bo'zaq qilib yetib beli chataq chiqmasin deyman. İcazet bersangiz. İcazet beremdik, bermedik. Kevaldan ayazada shunday qilib. Rahmat. Peyzu ketdi ham, boshini ishlam bir xil hayajonlanib ketdim. Yot his qilmagansiz yo'q, shunda erkin. Ham sahnaga chiqishdan oldin azroq jiddiylashgan chunki har qanday riyosatchi sahnaga chiqishdan oldida qandoq bo'lar? Bugungi so'zlarim o'zimning o'ylaganimdek yaxshi chiqarmi, fasohatli chiqarmi, ko'rmalar yaxshi ko'rarmi deb pek o'ylab ketamiz. Lekin chiqib shu Nuralininki erkin bo'lgan, shunday tabiiy bo'lgan riyosatchilik uslubi bilan lamcha o'zimning qandoq kirib ketganimni bilmayman. Qaldım. Bir programının riyosatchisi, bu programının cini yadrosi deymiz. Nurali, mushu o'xshash tipdagi programlarning ichida eng yaxshisi deyalaymiz. Gerçi endi yeshi kichik bo'lgani bilan yeshidan olqigan yaxshi programlarni ishlab, yaxshi mazmunlarni ekrandagi ko'rmanlarimizga sunib kelyotdi. Maqtaydan fursat kelmaganda bugun chuqur bir maqtashim kerak deb o'ylayman. Biz o'zimizning natijasini ko'rishni bir baxt deb o'ylasak, boshqalarning natijasini ko'rishni bir huzur deb bilishimiz kerak-ku. Şu Nuralining natijasidan shunaqlamış programlarninki shundaqlik ko'rish nisbatining yuqori bo'layotganligidan biz bir huzur his qilamiz buni. Uningdan boshqa nemishqa bu programma boshqalarning pek diqqatini tortdi deganda eng muhimi albatta cho'lponlardan boshqa riyosatchi. Endi bir riyosatchi sahnaga chiqib, bog'lash rolini o'tab qolmasdan cho'lponlarni kelgan mehmonlarni, tomoshabinlarni, ko'rmanlarni qo'zg'atish kerak-ku, g'idiqlash kerak. Uningdan boshqa har bir halqiga cho'qim qatnashish kerak. Nurali mushu programmaninki planlanishdan tortib ssenariyani yizish, suratga ilinish, eng oxirigacha mushu kirish turguchi bo'lgan har bir halqiga o'z qatnashidi. Shunlashqa riyosatchi mushu har bir halqiga to'liq qatnashgan programmalarninki sifati o'xshamaydi. Cho'lpon kaldiga o'xshash. Rahmat. Shuning uchun endi bizmi mushuni nishon qilib kelgan, lekin to'y qilib bo'lgandan keyin, ona bo'lgandan keyin zimimizga yukbek jixlinib ketadi ekan-ku, eg'irlashib ketadi ekan. Albatta bizmi asli riyosatchilik qilayotgan har bir programmamizning har bir halqasiga mushu Nurali qanday muomala qilgan bo'lsa, bizmi shunday qilishimiz kerak-di, lekin ba'zida rost qila olmay qoldik. Faqat endi sahnaga chiqishdan oldida ssenariyni ko'rib, azroq tayyorlik xizmatlarini qilgan bo'ldik. Sahnada endi o'zimizning uzun yillik tajribamiz orqali chandurmay o'tib ketgan bo'ldik. Lekin endi bir mas'uliyatchan riyosatchiga nisbatan aytganda cho'qim har bir halqiga yaxshi qatnashish kerak. Rahmat edi. Rahmat. Endi biz programni ishlab baqqan keyin, program riyosatchilik qilib baqqan keyin tushunimiz-ku, buni ko'rmanlar balkim tushunmasligi mumkin. Nuralini sahnaga kelib riyosatchilik qilib qo'yib ketdi deb o'ylaydi. Amaliyotda har bir halqa qatnashish bu bek jaboliq bir jarayonlar-ku. Jabatdan fikam. Rahmat edi. Hozir olg'ishib mas'uliyat ziyorat qildik. Men ashta yizib qoldim. Abaytiq ko'zim qarab turib Nurali desangiz men boshqa bir balni kirib. Ashta o'ylab. Men xush keldim ada.
Şu riyasetçi kesbide okuganmı dep. Şu puturib 10 yil binkanib. Siz akasi. Rahmat edi, lekin bek maqtab etdingiz. Shunda bo'lsa-mu, xo'sh bo'ldim. Xumba atqanga tushliq maqtadim-ku. Bo'ldi, aqag'in. Unda bo'lsa da ziyorat obyektisiz. Mush riyosatchilarning birdan bir shu kasbiy kasal bor edi. Bek to'g'ri deding. To'xtama gap qilam iliq turib olamiz edi. Shundaqmi? To'g'ri. Shu riyosatchi gap bermaydi bo'lsa, sizlar tugatib bilasangiz bo'lsa boshdan. Hozir shu ilmi shunda bo'yadi. Nazır deydigan gapim topam o'nchi qoldim men hozir. Nima deyishim, nima so'rashim bilamay qolib jiddiylashish. Nima bo'lmasin da siz mening ustozimchu. Ustozim hisoblansiz. Hamda ustozning oldida kichik o'quvchi holatda hamda jiddiylashadigan bo'ladi ekan tamtirash. Darhol mana desam qanday bo'lib qolar, mana desam to'g'ri bo'ladimi, xato bo'ladimi? Biz Muniradan oldida jiddiylashganga o'xshash. To'g'ri. Muniradan oldida men faqat jiddiylashaman. Charchab qo'ydim Muniradan bek yaxshi ko'rma. Mush munosabatda hamma ustozlarimga yana bir qatam hurmatimni bildirib olaman. Rahmat sizlarga. Rahmat. Unda bo'lsa-da gapga cho'ylab keldik. Hozir Gulshadan riyosatchi sifatida emas, mehmon sifatida faqat va faqat o'ziga vakolatdan Gulshan Muhammad Tursun salohiyatida shu sanamiz kep o'ltiryotdi deb aytalaymiz shundaqmi? Shuning uchun Gulshan Muhammad Tursun degan shu bir margo qoldi. Hada. Bo'libmi mana to'qmoqni ko'rsatsam, Gulshan Muhammad Tursun to'qmoqqa deydiganlar yo'q bordiqchi. İsmaz yazılmagan ya qaldı şu ma'lumot hozir. Lekin mushu nurg'un ko'rmanlar sizga qiziqadi, lekin sizni tushunib bulamasligi mumkin. Turmush ishlaringizni yoki bo'lmasa, zodi bu nalik qiz bo'ldi? Ya qanday bo'lib bunda sanday chiqib bunda tez tonlab ketganda deb oshunda bir xil o'ylab qilishi mumkin nurg'un mastanlar, ko'rmanlarchi. Shularga vakolatda men bir so'raydig'ini, men uqmaydi ekanman shaxsan. Bugun bil olayli ya. Bugun bir o'rtoqlashib bir bilib, shu ichilmagan sirlarni bir ichib yutaylik. Ma'qul. Mush kichik vaqtlaringizdan boshlab, boboq vaqtlaringizdan boshlab bir so'zlab, bir hikoyangizni bir anglab boshlab ketaylik edi. Beymir doktorxonasi tug'ilgan. Aslında başlasam. Ben Ürümçi tug'ilgan. Yurtingiz Ürümçi. Yurtim Ürümçi. Dadam Qashqai Yingsaliq. Apam Pichanliq. Turpan Pichandan. Ikisi hamda oliy maktabni o'qib, bitirgandan keyin Ürümchida hamda xizmat sababidan qilib, undan keyin shu erkin muhabbatlashib, muhabbatli turmushni boshlab, mening ikki akam bor. Men uyning 3-chisi. Shu bilan shu riyosatchi bo'lib qoldim mendan. Turib to'yib. Beymir doktorxonasi tug'ilganligim uchun. Izchillam Ürümchidimi yoki u yerlarda o'qib vaqtingizmidi? Mesela Qashqarlarga berib. Ürümchida 5-boshlang'ich boshlang'ichni bitirgandan keyin 14-o'rta maktabda o'qidim. Endi shu vaqtlarda tajriba sinib batdi. Keyin hamda hozir hammamiz shu tajriba sinibda o'qiymiz-ku, bizning bolalar ham tajriba sinibda o'qiyotdi desak bo'ldi. Lekin men o'qigan shu vaqtlarda tajriba sinibga butun Abnum rayonimizdan o'rganish natijasi eng yaxshi bolalar tanlanib kiratdi. Boshlang'ichni bitirgandan keyin 14-o'rta maktabga imtihon berib, Abnum rayonimizdan tanlangan 50 o'quvchining bir bo'lib tajriba sinfda Abnum rayonining 3-qarorliqda shu sinfda o'qidim. Undan keyin biz to'liq o'tirib chiqqandan keyin shu vaqtda Liujong daydiq 6-o'rta maktab. Bizning shu lihva daydiq matematika, fizika, ximiya 3 darsni biz davlat o'rtaq tilida ilib boratdik. Boshqa darsimiz Uyg'ur tilida. Shunlashqa mening ilqi davlat o'rtaq tilidagi saviyamning yaxshi bo'lishi shu boshlang'uchdan tatib yaxshi o'rganganligimning ifodasi menga asosimni bek yaxshi puxtilib olganchu. Mening opam tarjimon. Undan keyin dadammi davlat ma'muri bo'lganligi uchun o'ziga alayda talabni bek yuqori qo'ydigan. Ota-onam ikkisilam bek talabchan. Shunlashqa biz o'rganishga bek ahamiyat beratdik. Har qanday vaqtda biz uchun ders birinchi o'rinda, o'rganish birinchi o'rinda turadi. Chunki natija degan shu o'rgangan odamdan chiqadi-ku. Bu prinsip hozir mening balamning qalsida singib bo'ldi. Balam o'rgansak natijamiz yaxshi chiqadi. Bu muqarrar. Chunki men shuning natijasini ko'rdim. Men yaxshi o'qiganligim uchun tajribasini kira oldim. Men yaxshi o'qiganligim uchun sana shu yerning doktor riyosatchilik kasbiga qabul qildim. Ham shu yili oliy maktab natijam alayda yaxshi bo'lganligi uchun sana shu yerda tarixda undaq yuqori nomer baxmabdigan men rekordni buzib, sana shu yerning tarixida eng yuqori nomer bilan qabul qilingan o'quvchilarning qatoridan o'rin
o'rin elib, doktor riyosetchilik kasbiga qabul qilindim. Biz shu chaqda butun Abdum rayonidan 12 o'quvchi tanlangan. Başlaylıqı kasbdan imtihon beradi, o'qisam bilsa, undan keyin madaniyat fanlaridan imtihon berib, shu amda mening ilq natijam bak yuqori chiqib ketganki, men tabiiy fandan imtihon bergan. Sen shu yerdagi o'quvchi qabul qilish xonasininki mas'uli dadam telefon urib, qizinglar xato tizimlab qo'ymagandu, natija bak yuqorga. Siz dadam, yo'q, mush maktabda o'qiydi, doktor riyosetchilikda cho'qim o'qiydi deb turib oldi. Ham dadam, opamlar meni cho'qim sen shu yerning doktor riyosetchilikda o'qiysa deydi. O'zimning o'qig'im bor, lekin mening ikki akam ularning ham o'rganishiga gap ketmaydi-da, nomi chiqqan a'lochilar ularchu. Shu bilan bular ham sen shu yerda u vaqtlarda nisbatan namligi sen shu yerda o'rganish bak yaxshi bo'lmasmi, o'sha kasbda alohidligi bo'lsa, kasbda ham yaxshi o's bo'ldi deydigan ko'z qarash bo'lg'achqa bo'libmi doktor riyosetchilikni sen boshqa maktabda boshqa kasbda o'qiysan, keyin bu kasbni o'zing o'rganib olsang bo'ladi deb bu yerda ixtilof paydo bo'ldi-da, paydo bo'lgandan keyin ondan dadam ching turib oldi. Men o'sha oilaning boshlig'i. Gülşen oqusimi o'qiydi, o'qimusimi o'qiydi deb. Shuning bilan men dadamning shu fikr bo'yicha biz bir oila kishilari dadamga hurmat qilib, sana shu yerning doktor riyosetchi kasbida o'qidim. Mana hozir hamda cho'qim dadam opamga rahmat etishim kerakda. Balkim dadam opamlar shu vaqtda mushu mening kelgusimni oldin ko'ramagan bo'lsa, balkim men bu yerda bir riyosetchi sifatida o'tiramasligim mumkin de, shundami? To'g'ri. Shunlashqalqi biz kichik vaqtlarimizda hamda ota-onamizning voy deganini to'g'ri bo'lmasligi mumkin deb o'ylab qolganmiz, lekin har xil agri yo'llarni mang'andan keyin ota-onamiz burun ma yo'ldan mangma yo'l agri yo'l deb tursimi yana mang deganmiz qashanglik qilibchu. Lekin yillar o'tgandan keyin asli ota-onamizning gapini cho'qim anglashimiz kerak. Anglagan vaqtimizda shu agri yo'lni oz mang deganmiz-do'q deb. Shuning uchun mening kelgusimni oldin bekitib bergan, ko'raligan dadamga, opamga rahmat. Rassan. Biz rahmatimizni bildiramiz, hurmat bildiramiz. Demak, hamda dadangiz shu kasbni o'qiysa deganligi 3 yil ham o'qidingizmi yoki sizning o'zingizdagi kichik vaqtingizdagi orzuyingiz bilan bog'lashligi bormi? Ya, o'zim yaxshi ko'ratdim riyosetchilik kasbini. Lekin orzuyingiz nima kichik vaqtingizdagi? Boshlangishdagi orzuyim prikazchik bo'lishdi. U chaqda nima deb o'ylaydi ekanman desang, prikazchik bo'lsam, mush do'kondagi hamma narsa mening deb o'ylaydi ekanman. Undan keyin boshlang'ishni bitirib, to'liqsiz kelgan vaqtimda tuyuqsizlam o'qituvchi bo'lgim kelib ketdi-chu. Menda shu bir material bor o'xshaydi deb. Undan keyin shu tuyuqsizlam men Ilg'ima markaz televiziya stansiyasining, undan keyin ishqir o'lkalarning programmalarini bak ko'rdan bo'lg'ashqa, bizning oila shundaq bir yilqi muhit batdi. Ikki akam butun ashtaqilqi mamlakatimizdagi danglik naqshchilarninki qarindosh millatlarning shu eng danglik naqshlarini anglaydi. Undan keyin bizning ko'rgan programmalarimiz-mu shundaq programmalardi-da. Ash riyosetchilar qarab men shulardek bulamamdiman deb bir o't paydo bo'ldi. Lekin men boshlang'ishdan tortib oliy maktabni putdagicha tuzuk sahnaga chiqib boqmadim. Boshlang'ishda ham shundaq, to'liqsizda ham shundaq, to'liq o'tirdim ham shundaq. Chunki to'liqsiz to'liq o'tirib bizning ilk tajribasini bo'lg'ashqa, unda sahnalarga chiqdan fursat yo'q. Biz faqat o'rganatdik. Putdan o'rganishlar bizning qo'limizda. Undaki oliy maktabga kelgandan keyin ilk 12 riyosetchining ichidagi yilqilarning nochiligi amdi. Men u sahnaga chiqdan faqat fursat yo'qdi-da. Men u chaqda yana o'rganishdim. Nemishqa men o'zimning ilk davlat o'rtaq tildagi saviyam yaxshi o'g'ashqa, bevosita men Xanzu do'stlarim bilan birlikda ingliz darsi qatnashdim-chu. Men oliy maktab kiriblam Bajidan o'tib bo'ldim. Shijidan o'tib bo'ldim. O'tib bo'lgandan keyin Xanzu do'stlarim bilan birlikda ingliz til darsi qatnashatdim. Tirishib bir Sijidan o'tib olay degan plan borda, uningdan o'tib oldim. Undan keyin 4-yillik chiqqan chaqda maktabdan meni Beijingga, hozirgi Chamidashuga o'qishga evatdi. 4-yilni men Beijingda o'qidim. Yuragimda o't bor, lekin sahnaga chiqishga bak oldirab ketmadim. Ham shu vaqtda o'ylab baqsam, mening yushurun engimda men boshda o'zimni puxtalab olay, asosimni chingaytib olgandan keyin sahnaga chiqqan vaqtimda, chunki mening tayyorligim puxta. Jiddiylashmayman, qo'rqmayman, uduqmayman degan narsa paydo bo'pti. Shunlashqa men butun diqqatimni o'rganishga sarf qilgan ekanman. Lekin yuragimda u riyosetchi bo'ldigan o't shu vaqtlarda ham paydo bo'lgan. To'liq o'tirdim boshlablam. O'zingiz qiziqsiz lekin. Qiziqatdim, lekin sahnaga chiqdan fursat yo'qdi. Fursat yo'qmi yo o'zingiz chiqmamdingiz? Yo'q, rost yo'qdi. Rost yo'qdi. Nimishqa to'liqsiz saningiz shu talay yulduzmi? Esalat bo'lsin, bizlarning eng yaqin do'stlar xayr xo'sh deyman. Shu anozgimiz birlikda riyosetchilik qildi.
Şu programmadi. Ondan keyin Tala Yulduzi. Ondan keyin Tala Yulduzi. Tala Yulduziga qanday qilib bosh riyosatchi qildingiz? Ali maktabni bitirdik. Bitirgandan keyin Beijingda 4-yillikni o'qidim. O'qigandan keyin qaytib kelib men sana shu yerda o'qituvchi bo'lishmi arzuyim bor-chu. Televiziya stansiyasida qanday ishlay olaman deb o'ylab turgan vaqtlarimda televiziya stansiyasining bir boshlig'i kelib bizning maktabda riyosatchi tanladi. U chaqda biz ilk o'qish bitirish dokladi ishlaydik-ku, film ishlaydik. Program ishlab, programmani ko'riblam bu Gulsiyan cho'qim yaxshi riyosatchi bo'la oladi deb bizning shu boshlig'imiz chekitni qo'yib mush qizni cho'qim almasam bo'lmaydi deb shu vaqtda 5-kanalda edik-da. 5-kanalga qabul qilindim. Bu chaqdayliqi kiriblam biz rasmiy bo'lmaymiz, praktika bo'lamiz, onun keyin nurg'unlagan jarayonlar borda shu rahbar mendiki iqtidorni ko'ribdi-ki. Bu qiz bir xil erkin riyosatchilikka tushdi ekan deb uningdan keyin Tala Yulduzi programmasiga riyosatchi tanlash fursati keliblam. Bu başlıq Gülsen Mehmet Dursun buludu da başını meni bekitvetdi. Bekitgandan keyin andan riyosatchini tanlash to'g'ri kelgan chog'da men Qaysar Habibullani ko'rsatdim. Birdan bir eng tushadigan nomzod, har qaysi yerlarda sharoitlari eng to'liq bo'lgan riyosatchi Qaysar Habibullah deb. Qanday sizga nemishqa Qaysar kam tanlab qoldingiz? Yo'q, uxmayman, qarar rasmi. Yo'q, hamma so'zlarda nemishqa yana ilqi Shiyun Usharda bir program bor, Liyong. Diğer riyosatchi hamda hozir tugab ketdi hamdi. Shu Liyong ya uruq o'g'ashqa. Undan keyin shuning sahna altini o'ylablam o'sha ko'z oldimga keltiriblam Qaysar kam eng tushidi deb o'ylagan o'xshayman. Shuning bilan Qaysar kam bilan necha riyosatchi borda bu yerda mayli bir xil tanlaydiganlarning orasida turib qoldim tuyuqsizlam shuni. Chunki men bekitilib bo'lgan ekan moslashildigan. Ay men dedim. Nima desiniz bo'laverdi. Bo'laverdi, heyecan olib ketdim. Shuning Qaysar kamni buldi deb bekitdi. Shu bilan endi riyosatchi bo'lib qoldim-da. Endi men bunda o'ylayman, boyamda bir muncha gap qildim. Men bu gaplarni qilishimdagi sabab nima deganda, bir riyosatchi tuyuqsizlam chaqnab ketmaydi-chu. Amaliyotda balkim ko'rmanlar meni Tala Yulduzi chiqish orqali mushu program orqali chaqnab ketdi deb o'ylaydi. To'g'ri, program bo'lmasa biz hech nima emas. Raslam, biz hech nima emas. O'zimga shunday bir yilqi talabni qo'yman. Gulsiyan sen hech nima emas. Agar mush program bo'lmasa, mush sahna bo'lmasa, sen faqatlam boshqalardan talaylik reklam debchu. O'zimga shunday signal berib turman. Bu musiqiy po'chirab ketmay debchu. Rast. Chunki biz faqat boshqalardan talayliklam, xolos. Chunki bu sahna bizga keldi. Endi bu sahnaga kelishning oldida mening nurg'unlagan tayyorlik xizmatlarimni men bayo dedim. Men boshlang'ishda, to'liqsizda, to'liq o'ttirda boshqalar o'rganganimni o'rgandim, o'rganmaganimni o'rgandim. Boshqalar o'qigan kitobni o'qidim, o'qimagan kitobni o'qidim. Boshqalar o'rgangan tilni o'rgandim, o'rganmagan tilni o'rgandim. Shuning uchun men qo'sqimni rasmiy bilim bilan to'ldirgan vaqtimda bu fursat kelgan chog'da men naqli tushdim degan gap. Shuning uchun har qanday vaqtda fursat degan tayyorligi bor odamlar uchun tayyorlangan deganchu bak to'g'ri gap. Shuning uchun tuyuqsizda bu sahna kelib qolsa, agar mening asosim bo'lmagan bo'lsa, ulim bo'lmagan bo'lsa, yiltizim bo'lmagan bo'lsa, men bu sahnada chaqnamaydim. Shundaqku. Shuning uchun har qanday bir riyosatchiga nisbatan birinchidan o'ziga ishonish bak muhim ekan. O'ziga ishonish nimadan keldi? Yana abayqi men degan shu o'rgangan bilimlarimizdan, puxta asosimizdan keldi ekan. Undan keyin yana birisi to'xtamay mashq qilishdan. Men bak mashq qilaman. Nimani mashq qilsada? Masalan, sahnaga chiqishdan oldida men sahna so'zimni oz deganda 10-20 qatam o'qiyman. Yozaman men. Agar biror nutq so'zlash musobaqasiga qatnashib qolsam, men shu nutq so'zlaydigan mazmunimni 100 qatam o'qiyman. Qanaq deganda mushaga yozman 1 qatam, 2 qatam, 3 qatam. 100 qatamga to'shqanda ondan qalamni qo'yaman. 100 qatam to'shdim va endi unutmayman deb unutolmaydigan holatga kelalayman debchu. Bu nimadan keldi? Yana mashq qilishdan keldi. Undan keyin bu sahnaga chiqqandan keyin biz ilk bir kollektiv xizmat emasmi? Kollektiv xizmat bo'lganligi uchun men cho'qim qarshi tarafning maydonida turib o'ylayman chiqishlarni. O'zimning maydonida emas, qarshi tarafning maydonida turib, men operator ustab ketganmidi, qo'sqa ichib ketganmidi, bizning rejissor qanday bo'layotgandi, men bek kekeshlab ketmaychi, tez kelayman, bir muncha odamning vaqtini olib, chiroqchi bor, bizning mikrofonni boshqarayotgan odam bor debchi, qarshi tarafning maydonida turib o'ylayman. Shunlashqanday. Bugun faqat ashta o'ylamidingizda. Hozir rosa bugun faqat yaxshi qilmadim. Bunga diqqat qilay. Demak, cho'qim shunday qilishimiz kerak-da. Yig'ib kelsam, biz cho'qim bir riyosatchi bo'lamiz deydiganmiz, eng avval asosimizni ching turg'izishimiz kerak, puxtilishimiz kerak. Bu asos degan bek muhim, hamon bir kun uchun chinib qoldi ekanmiz. Shuning uchun shu sahna orqali men chaqnab qoldim, shu sahna orqali julolanib qoldim. Lekin bu sahna bo'lmagan bo'lsa, bu programmalar bo'lmagan bo'lsa, menga shu ta'masiz mehr muhabbatini bergan ko'rmanlar bo'lmagan bo'lsa, bugungi Gulshan Mehmet Dursun bo'lmaydi. Shu. Ras.
Ben bir narsani esib qoldim buguncha. Sizim tushunib oldik-ku, asosiyatdan bilib oldik, echilmagan sirlarni ichib etdik. Hammalarga tushunishlik bo'lib qoldi. O'zimninki nuqtasidan turib, shuni o'ylab qoldim. Riyosatchilarni sayfon qilsa, pek rahat bo'ldi ekan-ku. Gapning hammani deyotdi ekan. Men hozir deydigan gapni qanday deb berdim. Astag'firullah, so'lama, hamsi javob berib bo'ldimmi? Bo'ldi asosiyatdan. Ham o'ylayapman, ham nima qoldi deb-ku. Haqiqiy hissiyotimga bu tayyorlik qilmaganligim isbotlandi o'sha yerda. Demak, adam o'zimning yaxshi ko'rishim bilan anadagi tirishdim dedingiz, bu tirishish shu oilaniki bir an'anasiga o'xshab ketdi ekanda. Bek to'g'ri deding. Men boya dedim-ku, mening ishki akam bek a'lochi. Mening cho'ng akamning ismi Ilham, kichik akamning ismi Umid. Keyin bular birisi Beijingda o'qidi, birisi Shanxayda o'qidi, shu yerda o'ltiraqlashib qoldi bular. Shu vaqtda endi men ulardek o'ginamidimchu. Men tirishdim, lekin ularning iliq yuksak darajasiga berib olmadim. Oilangiz bo'yicha, lekin siz eng nacharraqi. Lekin men imtihon natijam bek yaxshi chiqadi, qara. Jarayon yaxshi emas. Demakchi o'g'lim, ular haqiqatan mendan bakrak tirishchan, mendan bakrak kechini kunduzga oladi, kunduzni kechiga degandek. Lekin oliy maktab imtihon natijasida meni shu qur chiqdi-chu. Bu yana nimdan derak berdi deganda albatta aqlliqligingiz. Ya tirishdim boshqa talay. 100 savol bo'lsa 95 ni biz bilamiz. 5 ni bilmagan vaqtimizda ta'limimizni sinaymiz-ku. Shu vaqtda balkim 5 ni men bilib shu ta'lim o'ngdan kelib to'g'ri javob bergan bo'lishim mumkin. Tirishchanlikdan boshqa yana talay ketdi ekan. Unda bo'lsa yig'inchoqlablam desak bo'lamda. Gulshan Muhammad Tursun talay tayiniblam bugun kun keldi. Talayga tayiniblam desakmi bo'lmaydi. Tirishchanlik bor buni. Talaylikrak bo'lishi mumkin. Boshqalar qaraganda sal talaylik. Chunki men o'xshash tirishayotganlar bo'lishi mumkin. Mendimi bakrak tirishayotganlar bo'lishi mumkin. Mendimi sharoitni alaydi yaxshilar bo'lishi mumkin, lekin sizdek talay kamayotdi. Bu sekliman kep qoldi. Ham chiqib ishga olgan bek o'ginatdi, qara. Hozir mashunda bularchu kitob o'qishni har kungi cho'qim qildigan ishlarining ichida bor odati. Siz moda jiq kitob o'qamsiz? Men burunchi o'qiydim, hozir rost jiq kitob o'qiyamayman. Shunlashqa vaqt hamda boya dedim ham to'y qilib bo'lgandan keyin ana bo'ldi ekanmiz. Nimani uqtirib qo'ysak, balaning tarbiyasini uqtirib qo'ysak bo'lmaydi degan bir ko'z qarash borchu menda. Hamda bu kasbni taraqqiy qildirish bir mazgillik bo'lgan bilan balaning tarbiyasi bir umrlik ishchu. To'g'ri. Keyin bu pushaymonning o'rnini to'ldirish mumkin emas. Shuning uchun jiq vaqtimni balamga ajratib qoldim. Lekin akamlarning menga hozirgacha qo'ydigan talbi cho'qim kitob o'qig'in deb. Menmi amal ba vaqt chiqsam kitob o'qiyman, lekin burun qargan chaqda sal ozlab qoldi. Albatta balamga bir yaxshi ulgu bo'lish uchun endi o'tirib bir kitob o'qisam tamoman bo'ldi. Shunlashqa bunimi o'zimniki planimning qatoriga qo'ydim endi. Ash kitoblarni o'qib yana bir kelaya. Yana bir kelgan vaqtda boshqacha anadikan gaplaringiz o'zgaradi. Rosa, atigi qaysi gaplar chiqdi? Qaysar kamashda dedamasmi kitob o'qigayoqqa eg'ilishib ketdim men debchi. Sirtda bir ortiq gap qilsam gapga aralashmayman u bu deb. Siz hozir sal jiq gapqasiz-ku-da. Qaysar kam qargan chaqda. Shu keyin jiqroq kitobni 4-5 kitobni o'qiyotgan keyin cho'qim Qaysar kamdek bir kelisiz. Ay, men unda eg'irib kelsam, men riyosatchilik uslubimni tushunmaydi emasmi? Shunlash qilgan azroq o'qiyapman kitobni Qaysar kamdek o'qib ketmay. Çok. Endi demak mantiq o'ylab ekanman adam shu oilangizdami bundan burun san'at sohasida shug'ullanib qolganlar bor. Shuning ta'sirida Gulshadam talaylikroq bo'lib qolgan deb bunda o'ylab ekanman. Unda emas ekanda. Boya dedim, opam tarjimon, dadam davlat kadri. Shu birdan bir san'at sohasida shug'ullanayotgan sizlar ekansiz. Menlama. Eng talayliki. Unda bo'lsa da sizning tushundiq ayollarni o'tab bo'ldik hozir. Hammalar chiqish oldi, ko'rmalarmi bilib bo'ldi. Bilib bo'ldi ya. Endi programmamizdagi muqim so'riladigan 8 savolga keldik. Buni siz bundan burunqi salon ko'rib vaqtingizda? Ko'rgan bo'lsan 8 savol turmushga munosabatli savollar bor. Bilsizda? Ashtin bir kapaqamdiqmi? Bilmay, ko'zim bek cho'nglab ketdi. Qo'rqaq kiporlar rasmiy. Hozir chiqib xeli jinova savollarmi bor, lekin bek oddiy savollarmi bor. Ha, ma'qul. Ish qilib buni cho'qim javob bera olasiz. Unda bo'lsa, ketdiqmi? Ketdik. Tayyorlik qildi-da. Ha, tez javob beramdiq bunga. Yo'q, asta. Bu yo'q, men unda qatnashim yo'q. Ha, ma'qul. Unda bo'lsa, birinchisi siz bu yil qancha yosh? Bishirkil savol o'sh oldim. Bir Daviddan bilib olaylik biz. Qachoncha hadi deb yurayman.
Qandaqcamdi? Ko'rmalar asosan bizning shu ekranga chiqqan vaqtimizdan boshlab hisoblab o'zlarilam Xeyr tuydu. xeyr deydi. Lekin hamda shu xeyirtvatganimi to'g'ri. Shu qachonqi Gulshan Qachon Gulshan man ko'rmalar turmushda uchirtib qolgan vaqtida deydigan ikki savoli bor. Birinchisi, sizmi deydi. Ha, men deyman. Anda ikkinchi savoli nima desang, nimda kichik bu qiz, bak kichikkansiz deydi. Shu qarashqa menda kichik turdi bo'lmasa. Lekin ekran chiqqan vaqtimizda yurish turishimiz bilan, undan keyin sal o'zimizni to'xtatib olgan salobitimiz bilan, yasnishimiz bilan lamcha cho'ngchiray olib qoldik ekanmiz, pishqan chiray olib qolamdi. Turpanda texmunda bir ish olgan. Bir apash bek suyumlik apash. Ha, ilmi talayyuzlik chiqdi, sizdan apangizmi oldi demas. Rost bo'lgan ish. Nimish hamda biz turmushda cho'shan rahat kiyimlar bilan yurimiz, cho'xay, undan keyin chashnamışda igizli bo'g'vagan, kiyinishimiz, yurish turishimiz bilan bek kichik chiroy ko'rindik ekanmiz. Ana ekran qancha o'ri bo'lsa shuncha yaxshi chiqdi-ku. Biz hozir mana meni turmushda ko'rdinglarmi shundaq, lekin ekranға men o'zim qaragan chaqda 2 hassa yoki 3 hassa semiz chiqaman, cho'ngroq chiqaman. Shunlashqa cho'ng ko'rdikanda ba'zilqi bir mendan cho'ng deb o'ylaganlarmi hada ochoda kutdi. Lekin uni menchi hozircha uni men qanday o'ylayman? Hurmat deb o'ylayman. Men bo'lgan hurmati bo'lg'ashqa deb biroqlab ismimni atashdan xijil bo'lgan bo'lishi mumkin deb mushta deb ishimni demasam men texi mushu 11-oyning 10-kuni 40 yosh kirdim. 40 kirib bo'ldingizmi? O'zingiz yog'izlar. Tug'ilgan kunimga bir guldastim evatib qo'ymading, ha, qara. Ya endi bilib oldim emasmi? Burun chiqqan desam chiqmadingiz. 11-oyning 10dan burun chiqdingiz shu asli, shu yatlam 40 yosh. Lekin bu faqat undadek emas, faqat ushamgim kamida. Unda biz 50 yoshlardek deb tursan. Ana, deb opa desam bu. Ay lekin biz bilan ras bilishlaydigan bir kichik bolalar borchu. Ay qancha yosh kirding desam 20 yosh dedi. 20 yoshmi? Opang qancha yosh kirsam 40 yosh. Ha, bu burilib ketib qoldim. Tapildik. Umma qadar rahmat. Davatmizda. Lekin nurg'un ko'rinmalarimiz biladi, endi liqimda tasavvur qiladi. Shu manchashlarga kirganmidi, lekin turqingizga baho bermaydi. Tajribangizga xizmat qilgan vaqtingizdan tortib o'zi hisoblab, shu mo'sh yoshlarga kirdimikin deb o'ylaydiganlar bo'lishi mumkin-ki. Hozir ishlavatdim, mayli. Rahmat eda, rahmat. Unda bo'lsa, ikkinchisi siz qancha yil to'y qilgan? Oilangiz to'g'riliq so'zlab bering. 2008-yili 8-oyning 31-kuni. Pek inoq davatdim men bolamning dadasi. Sirali Namet Şinjan Radyo Televiziya stansiyasida operatorlik xizmati bilan shug'ullanadi. Balamning dadasi suyumlik yo'ldoshim bo'lsa, asli Shifandashda o'qigan, tantarbiyada. Undan keyin hamda Şinjan futbol komandasida top tepidi. Shu mezgillarda bizning idorada hamda bir futbol komandasi qurdigan ish sababli Şinjan Televiziya stansiyasiga qabul qilinib, undan keyin bu ishlashni boshlaydi ekan. Men 2004-yil kelaman, Do'xmushda uchrashib qolamiz. Shu uchrashib qolgan peti, undan keyin Maşallah uçuruşup yağmur yağayotgan vaqtlarmi ya? Bek qiziq bo'lgan. Deb bering hamda o'zingiz tish qo'ydingiz hamda gap neda? Men burun hamda ko'rgan buni-chu, chunki topni alayda yaxshi tepganligi uchun qizlar bekrak asan yaxshi ko'rib qoldigan tiplarning birida. Mobil bektepamda deb. Haqiqatan ondan keyin qanday desam, o'zim xili kelishgan. Bir qarab siz yaxshi ko'ra qolgan amaliyotda. Yo'q, uni demaysan. Xijilib ketdim. Endi men ajab qoida usullik, odamgarchiligi bor, bilishi bor bir isil balkan deb ondan keyin amsta boshildi. Endi qizlar endi paranglashib, endi buningga amaliyotda bo'ldiki, ama bola dedim, menda deyilgan gaplar bu. Ekran chiqqan vaqtda ko'rib bo'ladi ekan deb ondan kechilik suratga olgan chaqda biz ziyoratga kirdikda bu operator vaqtda. Shundan bu meni ko'riblam, yenimda o'tdi. Yaxshimi deb salom qilma, bu musallam qaytirdi. Undan keyin siz judongda ha? So'ral dermaysan. U judongda hamdi. Men o'zimga tushdim. Vaqtlardan elsoyga endi so'yga. Qo'rqqandan keyin shomsa xijil bo'lib, yaxshimi deb o'tib ketgandan keyin bu pamantan yeyishni yaxshi ko'rdik ekan. Yonchug'ida sapda yuraydi ekanda, mushu ko'ngli tushgan qizlar olib qolsa berman deb. Qarabek aqlliq. Shu bilan bu keyin deb berishcha zalga chiqib mashq qildi ekan-ku, buni menga qanday berish to'g'riliq o'ylaydi ekan. Qanday bersam bular? Pamantan yemsiz? Mani
depçi her xil məşqib axırı işqib mən çıxdım degan çağdan onu berdiçu. Bəgəndən keyin hə depla mən bilməndə neçə gündən keyin bir yaqın dostum odaysını bir yaxşı gör qapdı deydi desə. Ha şumal deymençu. Bizdə dostum. Akıllık gelsin dep. Şunu bilan lamandan tamaq yeyişdi lan başlanğan. Bonbontan ularlik Bonbontan bilan qara 5 mo'luq degan. Buğan işke belircima bizimiz hep yüksek oğdak program işlerine vaxtlarımız. Qara nemişqa desang taktika ketish kerakchu har qanday qishda. Qolishlar jiq mablag' mi ketmaydi? Jiq pul ketmaydi qara 5 mo bilan lam. Şunun bilan onun ustiga muhabbat pul bilan o'lchanmaydi emasmi? Shu Amaliyat bugün bamada qaqqa siz bislamay. Hazır qizlar aldanmaydi mamamdan. To'y qildik. To'yqandan keyin ko'z tegmisin hamdi. Baxtlik bir oilamiz bor. Baxtlik ailamiz bor, balam bor, o'g'lim 10 yoshdan oshdi. Mening bek suyundigan yerim nima desang, akang bek qo'llaydi meni. Chunki hamdi bu program ishlash, televiziya xizmati, riyosatchilik xizmati degan ba'zida biz yillik bir program olamiz deb tong yetib ketadigan vaqtlarmi bo'ladi. Vaqt cheklimasi yo'q-ku. Buningda cho'qim qarshi tarafga nisbatan yuksak darajadagi ishonch bo'lmasa, to'g'ri tushunmaydi. Har kishining maydon turib o'ylasang, u ishonmasligimi normal. Chunki yaxshi ko'rgan odamiga nisbatan, lekin bu mush xizmatda bo'lg'ashqa, o'zim shu ishlab boqqashqa, eng muhimi o'zaro bir-birimizga bo'lgan ishonch bo'lganligi uchun baq qo'llaydi. Ba'zi mantaqaga bu chiqmaychi desam chiq deb ketadi. Chiqing sizdan hozir chiqadigan vaqtingiz, uning ustiga siz degan mush riyosatchilikning material tursangiz debchi, menga bak madad berdi, ilhom berdi, kuch berdi. Uningdan keyin boya dedimga, hamda bola tarbiyasi degan bir umrlik ishkan. Ham kasbni qilsammi bo'lmaydi. Hamda kasbni qilish orqali men texmi o'zimni, oilamni kuchlantirishim kerak. Lekin hamda bola tarbiyasi kelgan chaqda mening yo'qligimni to'ldiradigan cho'qim bir inson bo'lish kerak. Ya balamning dadisi yoki ota-onam yoki mening qarindoshlarim. Mening balamga bexatarlik tuyg'usini bera oladigan odam bo'lish kerak-da. Shunglashqa hamda men xotirjam ishlay oldim. Hammalikqa jiq vaqtlarda men xushal yurmangu. Nemishqa deganda shu oiladan keldik, xotirjamlikdan keldik. Ha. Bunda bo'lsa hozir bir baho bering o'zingizning yo'ldoshiga desak, eng munavvar erda baho bera oladigan sizda hamsa. Shuna desak bo'ldi. Ha. Bo'ladi. Ya bek po'chirab ketishim deydi. Bek maqtavasam hamdi. Program guruhimizdan bir o'rinimizni Rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Bu programmamda men yostiqimi minnatdorligimizni bildiramiz. Ras mushuliqi. Shunda kamchiliklarimizni, qo'saqlarimizni yurtirib, menga yaxshilik, ko'nglibek yaxshiga bu yostiqlar. Sen keyindan qo'l oldin qila. Yostiqning ko'ngli kelib qoldi ha. Ma'qul. Siz deb qoldingizda. Bo'lmasavi. Men yostiqim bir e'lon avasanglar bo'lgan, men niyaga munavvar doktor deb yozasanglar bo'lgudega. Shu munavvar doktorni choplaydigan yer topolmaymiz da qo'ydi. Endi men yostiq qo'yvasalar texnik yaxshi bo'ldi. Ma'qul. Unda bo'lsa 3-chisiga o'taveraymi yo birdan? O'taylik. Uchinchisi siz tonilgan faxrlik bir riyosatchi bo'lish sifatingiz bilan yangidan chiqayotgan yoshlar qanday qaraysiz musadiki? Endi har qanday davrda, har qanday mezgilda yaxshi qila olganlarmi bo'ladi ekan, yaxshi qila olmayotganlarmi bo'ladi ekan. Shu yaxshi qila olmayotganlarga qarab biz yaxshi qilayotganlardan xursand bo'ldik ekanmiz. Masalan, Nuraliga qarab. Nuralining yaxshi qilayotganligiga qarab, tirishayotganligiga qarab, natija qozonayotganligiga qarab shunchalik hayajonlanib ketadi ekanmiz. Endi yoshlik bek bir go'zal davr. Yoshlikni qanday o'tkazishimiz bizning bir ömrümüzden qanday o'tib ketganligi bilan munosabatlik. Men boya dedim, shu o'smirlik davrimda, yoshligimda men jiq vaqtimni o'rganishga, tirishishga, yangilik yaratishga, natija qozonishga qaratganligim uchun hozir shu o'tib ketgan kunlarga qarab, yoshligim qarab, rahmat sana yoshligim deya olayman. Ahamiyatli o'tdi deb. Lekin hamda bugun kun kelgan chaqda Nuralimo balkim o'tib ketgan keyingi yoshlikka qarab, rahmat sana yoshligim deb ayta oladi. Chunki mana mushu har bir qadam bizning natijamiz. Boya men dedim, yaxshi qilayotganlarim bor, yaxshi qila olmayotganlarim bor. Yaxshi qilayotganlar texmi tirishish kerak. Chunki biz takabburdan yiroq turgan vaqtimizda texmi nurli natijalar bizni saqlab turdi. Yaxshi qila olmayotganlar bo'lsa hech qis yo'q. Yaxshi qis bo'laverdi. Chunki bizmo men qitim yig'ilib onundan keyin bugungi o'rnimizga erishdik desak bo'ldi. Bizmi bir kundalam yaxshi qilganlarning qatoridan o'rin olamidik. To'xtamay tirishqanligimiz uchun, to'xtamay izdanganligimiz uchun, to'xtamay kamchiligimizni to'liqlab manganligimiz uchun yaxshi qilmayotganlarning qatoridan qilayotganlarning qatoriga aran o'ta oldik. Endi biz mush qilayotganlarning qatoridan yaxshi qilayotganlarning qatoriga o'tish uchun
yana tirishimiz kerak. Şu bunun bir jarayonkidu, mayli to'r cho'lponlar bo'lsin, qaysi sohada tirishayotgan yoshlar bo'lsin, nurg'unlagan agri to'qay yo'llarni bosmasligimiz kerak deb o'ylab ketadiganmiz. Bossaqmishdan bo'lmaydi ekan. U biz uchun bir dars bo'ldi ekan-ku. U bir go'zallik bo'ldi ekan, go'zal aslim bo'ldi ekan. Men boya dedim-ku, bir qadam menib undan biz nurni ko'ramiz emasmi? To'g'ri. Tirishayotganlarga qarab suyunaman. Masalan, boya Nuraliyin dedim. Nurali mush programning har bir halqasiga yuksak darajadagi mehr muhabbati bilan, mas'uliyatchanlik tuyg'usi bilan muomala qilib ishlayotganligi uchun yaxshi natija qozonyapti. Uningdan boshqa amdi to'r cho'lponlarining kipini qilib qoldik. Masalan, men hozir aylik darsdan tashqari to'r cho'lponlar degan programmaning riyosatchiligini qilyapman. Ham to'r cho'lponlarga nisbatan har xil ko'z qarashlar bor. Lekin ularni tirishayotdi. Ba'zi biz ularga ijobiy baholarni emas, salbiy baholarni sal jiqroq berib qo'yamiz. Yaxshi qilamidi, andaq deb. Lekin ularni shu o'zini tepilish uchun bir jarayonni saqlayotdi-chu. Masalan, Douyin desak, shu vanxonlar kech kunduz jibo qo'yadi. Asan emas ular uchunmi? Nemishqa shu jarayonda iqtisodiy qimmat yaratish uchun, shundaqla ijtimoiy unumga erishish uchun. U masalan emas, endi bu to'r dunyosi degan bir yuzlanish, hammamiz buning to'g'ri qaramasak bo'lmaydi. Voy bu to'r cho'lponlar bir kechada to'r cho'lponi bo'lib ketdi. Bular nemish bunda bo'lib ketdi emas. Bu bir davr. Bu bir yangi iqlim, yangi yuzlanish. Biz cho'qim to'g'ri qarashimiz kerak. Ularga qabul qilishimiz kerak. Mayli biz xatolik o'tkazmadikmi? Bizmi xatolik o'tkazdik, lekin tuz tuvaldik. Mayli xatolik sodir qilsin. Tuz tuasli bo'ladi. Yiqilsin, o'rnidan turishli bo'ldi. Lekin eng muhimi har qanday vaqtda odam bo'lish prinsipini yo'qotib qo'ymaslik kerak. Chunki mayli yoshlar bo'lsin, qaysi davrdagilar bo'lsin, oldi bilan odam bo'lish kerak. Sen so'rin, say so'shir deymiz emasmi? Oldi bilan odam bo'lish kerak, undan keyin kasb qilish kerak. Yaxshi odam bo'lgan chaqda ancha-muncha bir qiyinchiliklar uchrasaqmi, hech ham bo'lmaydi. Hamma odam kechiruydi. Kasbni yaxshi qila olamiz. Qo'limizdagi tutayotgan shu ishdimi natija orta olamiz. Hayotdagi eng rohat ish nima desang, bir-birimizning yaxshiligidan o'zdirilishchu, undan keyin bir-birimizning mushkulimizni his qilish, bir-birimizning qiyinchiligimizni bilish. Bu bek suyumlik ish. Shunlashqa men shularningmi shu yaxshiligidan o'zdirilman, mushkulni his qilman, jabbo tortayotganligini bilib turyapman. Shuning uchun ish qilsa yo'q, to'g'ri tushunaman. Rost. Rost. Gülşah'da namuş bir alayligi nima desa, turmushdimi ada siz ashundaqa. Ya bir g'ayvat shikoyatga bak aralashma ketmaysiz. O'sha hamma odamni chiqib maqtaysiz. Cho'qim yaxshiligini qabul qilasiz, yaxshi tarafini ko'rasiz. Boshqa tarafini bak ko'rmaysiz odatda shunday o'da. Chunki biz boshqalarga ziyonlik yetkazgan vaqtimiz o'zimizningmi vayron bo'lgan vaqtimiz-chu. Undan keyin cho'qim aqlli bo'lishimiz kerak. Boshqalarning yaxshi gapini qilishimiz kerak. Hargiz andaq-mandaq deb qolsak, hamon bir kuni qulqiga yetib qoladi. Hamon yetadi. Men boya dedim-ku, o'zdan saqlayolmagan sirni haq qanday saqlay oladi? Boshqalarning yaxshi ko'rishiga erishman deyotgansa, har vaqt qarshi tarafni maqtab turishing kerak, xushal qilib turishing kerak. Dunyodagi eng chong shaxsiyatchilik nima desang, boshqalarga manfaat berish-chu, boshqalarni xushal qilish. Chunki boshqalarga manfaat bersang, eng oxirida u o'zingga yonadi. Shu dunyodagi eng chong shaxsiyatchilik shu. Kichik shaxsiyatchilik bek qo'rqinchli, lekin chong shaxsiyatchi bo'lish uchunmi bek kuch ketadigan ish bu. To'g'ri. Shunlashqa rost chong shaxsiyatchi bo'laylikmiz. Chong bir dars Rahmat eda, rahmat. Ras dars bo'ldi menga nisbatan cho'qim qo'li bo'ldi ma gapangiz. Astagfirullah. Am to'rtinchi son. O'tabadimmi? Ras o'tdimi? O'tdi. Ras tugadi ekan. To'rtinchida mush fursatda sizni yaxshi ko'rmaydigan kishilar nimadan deganingiz bor. Menchi bo'lganda sizni yaxshi ko'rmaydigan kishilar asos jihatdan bu bo'ldakmi emas, lekin. Ba. Bulmuş Douyingning bir yaxshi yeri nima ekan desang, osh inkas rayonida bak yaxshi ko'rmaydiganlarmi inkaslarni yezib qo'ydi-chu. Lekin men juplaytman unday inkaslarni. Masalan, qanday qaraysiz hamsa? Douying hamda har xil narsalarni chiqiramiz, o'zimizmi chiqiramiz, boshqalarmi biz to'g'riliq mazmunlarni chiqargan vaqtida yaxshi olmaydigan inkaslarni ko'ramiz-chu. Ko'rgan vaqtda o'zimniki Douyingimda bo'lsa juyalaydi ekan, men-chu yaxshi yeri juplaytman. Juplayotganki unutib ketaman. Bo'pti, u o'ziniki ishi meni yaxshi ko'rmayversin deyman. Lekin boshqalarnikida juyamaydi ekan, sen-chu chataq keri yo'q, xalqniga kirib, "Meni yaxshi ko'rmaydiganlarning inkasini o'chiraytan" deganlarmi saqiradi. Dunyoda mukammal inson yo'q.
hammala odamni meni yaxshi ko'rsin deverishimning o'zi bek cho'ng xatolik. Psixologiyada işte deydigan, masalan, men o'zimni sendek bo'lsin desam yoki sen o'zingni mendek bo'lsin deganing eng cho'ng xatolik ekanchu. Men bir masalaga nisbatan asl ma to'g'ri bo'ladi, bu nemish qanday o'ylamaydi desaklam chataq shu yerdan chiqadi. Chunki mening o'ylig'inim bilan sening o'ylig'iningning o'xshash bo'lmasligi uchun bu dunyo rangdor bo'ldi. Shunlashqa Nurali cho'lpan keldida, men qaltisda. Shuni bilishimiz kerakchu, bizning har birimizning dunyo qarshimiz, kishilik turmush qarshimiz, qimmat qarshimiz o'xshamaydi. Cho'ng bo'lgan muhitimiz o'xshamaydi. Shuning uchun yaxshi ko'rmaydiganlar bor. Ba'zilar voy bu riyosatchi nemish qanday jiq gap qildi deb. Ammo men gap sotdim shu. Riyosatchi degan shu gap qildi. Noxshi aytdim, usul o'ynamdim. Unimi to'g'ri tushunma. Balkim u sal mudaq o'zini tutib olgan, salmoq, eg'ir bis riyosatchini yaxshi ko'rdi deb. Yaxshi ko'rishi o'xshamaydi-da. Uni shuni yezish orqali fashi qilsin deyman, ichini bo'shitsin deyman. Agar shu ichini bo'shitib, rahat bo'lsin mayli. Hech nima bo'lmaydi, men unutib ketalayman. Meni yaxshi ko'rmaydigan odamlar men uchun bek muhim odamlar emas. Men uchun muhimlari meni yaxshi ko'radiganlar bo'ldi emasmi? Nima qilib kirishinglar? Xuddi ularning o'zining dunyosida yashayversin, lekin yaxshi ko'rmaydiganlarning yaxshi ko'rishini umid qilaman. Asosda yaxshi ko'rib qolsin. Rahmat, lekin asosiyatni yaxshi ko'rmas. Yaxshi ko'rsin, ha. Hesabda Shinjondagi eng umoq riyosatchi desak bo'ladi, jumada sizni rasm. Mo'yliqi yishimga umoq degan so'z to'g'ri tushmay qoldi. Shu ekan, shu 111 ga hozir to'g'ri. Ondan chiroyli emaslarga berilgan eng yaxshi baho umoq deb. Ha, o'sha deydi qara. Navza umoq chiroyli. Unda bo'lsa da keyingisi 5-si program suratga ilinayotgan vaqtlarda esingizdan chiqmaydigan qiziqarli ishlar yuz berib baqqanmi? Tuyuqsiz shu bir esim kelib qoldi. Biz Tala Yulduzninki bir yillik chempionlikni tanlashadigan eng halqiliq bir bosqich kelib qoldiqda 2 mayir. Mush eng oxirgi savollar orqali chempionlikni tanlaydi-da. 2 mayirda shu necha savol orqali savolni shunda jiddiy so'rab olsam bir baladan telefon keladi. Sayrab endi men bu bala jiddiylashib telefonni ilib biz yutamdikin desam, oladi telefonni. So'rab avotimiz. Chempionlikni talashyapmiz o'rmisa. Qaranglashidi. Yanmidi. Men undashlarni ko'rsam, bek kulkidigini uchun xo'shu kitmayliqi. Kuliverdim uning ustiga u oldigan 3 minut paranglasha oldi. Rejissorlarni menchilik ko'zga ilib qilish degan narsa yo'q, bizning shu 3 minut paranglashib yana yanmay telefonni yanchug'i silib davomlashtirdi. Ikkinchi qatim yana sayrdi. Yana paranglasha oldi. Chempionlikni tanlashayotgan keyin kayfiyatga ta'sir etmasin deb gap qilmadik degina oxir kelgancha. Akilal telefonni tachib. Desem o'zbek, ay programma o'timiz ukam. Desem, yo shu amdi maktabdek qilmamdi. Sahnadan tushgan vaqtida tushuntirish berib qo'ydim. Ukam bunday qilsang bo'lmaydi, o'ylab baqa. Yumshoq tushuntirdim. Ya'ni yumshoq tushuntirdim. Nimishqa ko'ngli og'rib qolmasin, men sabablik deb qora bir muncha odam sen uchun xizmat qilyapti. Operatordan 5 o'ni va chiroqchidan 3-4 ba, sening mikrofoningni boshqarayotgandan manchisi ba. Biz sanab baqa qancha oz deganda 30-40 odam sen uchun xizmat qilyapsa, bu degan bir hurmatsizlik emasmi desam, endi yana kichik o'g'ashqa odam men xato qilibman dedi endi. Bunday ishlar jiq yuz berdi endi. Kunib ketadi ekansa. Undan keyin sahnaga chiqib bir to'xtamay so'zlaydiganlar bor endi. Meni jiq so'zlaydi deydi taxir. Alan ko'mda chunki biz kesib chiqaryapmizda, unda jiq so'zlaganlarniki 1 soat so'zlagan bo'lsa 5 minut xerini lab qolamizda. 55 minutda nimalarni davatganligini bilmaydi. Endi men u yer biroq o'zitay desam, yana ilqi ko'nglimni ayaydi ekansa, sat turmusin deb hozir mening ko'nglimni ayayotgan. Shuningga endi o'sha ishlar bo'ldi, qiziqarli ishlar bek. Rahmat. Unda bo'lsa, davomli keyingisiga o'tib ketdim. Siz oilada boshqa normal ayollardek tamoq yetish, qirqat yuvish degandek ishlarni jiqroq qilamsiz, qilmamsiz? Qo'lima kim qilib bo'lmasa, ya sen bir yordamlashmasan. Lekin ada jiq ko'rinmalarga nisbatan ekranda chiqqan artistlarni ashta o'ylab oladi-ku. Qaranglar, mushxotullar, ajab uyda ish qilmaydi. Ekran chiqib pasi bo'ldi, yasini pasli bo'ldi. Bularning turmushi bek go'zal, bek rahat-baratdan ichidan o'tadi deb o'ylab oladigan ko'rinmalarimiz bo'lishi mumkin. Shularga nisbatan bir tushuncha bo'lsin deb chiqqan savolida. Bak qilma, bak itma tamoqni. Ishtama. Nima tamoqni o'xshisiz? Yapmadan. O'xshamaydiganingiz-ku. Kalmandisi. Ciltisini qilmoq sal taschu, cho'qim nip
bir zoom somaydı-chu. Onun özüm komandası bek amraq, lekin az yaxşı qılamayman. Vaqt bolsam çoqum öydə tamaq etişqə tirişçanlıq köstümə. Nemişqə deyəndə balamı bek öydə tamaq yeyishni yaxşı gördü-chu. Ətdiyin qoplu bir tələbləri var balamның. Apa halva daplı qopudu bir günü. Apa sey qop bera ətken çay bilan lam deb. Əmdə o işlarni çoqum qılalayman. Onun əmdə kiçik vaqtımızda ata-anamiz həqiqətən bek işqi səp ketmigini bilan körüplam ögünüb ketdiganmiz. Apam ətken vaqtida hər bir jarayonga bek diqqət qilib kuzatganligim uchun tamoqnim uchun shuni etishni yaxshi ko'rman ham tez ugunaldim. Ba'zi 20 minutdalamchu tamoqlarni etib talayman. Mifam bo'lsa 20 minut. Ba'zi 15 minutdamuchu etib talayman. Rekord yaratganman. Eng tez suratda tamoq etish. Etib tuplam andim. Paloq buluqlam tayyorlik qilib chiqib ketib, kash o'simi uy kelib cho'qim osh balam uchun men bir narsa tayyorlab, endi masalan safarlarga chiqib qolsam qanday qilmansam, bir kunlik safarga chiqman asosan. Degan ashu 5-6 ning aeroplaniga chiqman. Uning uchun 3-4 ladlam chiqib ketimiz aerodromga. Eng kash aeroplannikida qaytib kelman. Kashda qanday bo'lsin balamning yinda yatay deb. Nimishqa bir kun tursang yana turib ketsa, qildigan xizmatimizni qilib boldik. Am u yerda yana turib, qarshi tarafga mo bir yuk pulib, ularni yana mehmon qilg'izib, ularga rozi bo'lib qo'shanlik bilan qildi. Lekin balaga jiqra hamra bulay uydikilarga deb. Shu amdi nimishqa sang jiq hamra bulamsaqmi cho'qim sifatli hamra bo'lishimiz kerak-chu. Shu ütümə tamoqlarni, lağman deganlarni Lekin faqat o'ylamab ekanman men. Rost aytma. Bilan o'qil oltingizni faqat ko'rmaganki, ekranga chiqiblarmi, yasiniblar, garim qiblar, u yerga uchib yuradi deb menda o'ylab. Qo'limdan xil ta'mi bor ustiga. Rosa. Tezda maxani ichib qo'ying. 15 minutda ya oldu. Faqat jolaydi ekansiz, mana tamoq etalaydi ekansiz. Qilalaydigan ishlaringiz mashina ideyalaysa-da. Naqshimi etisiz hatta. Naqshini mu hamdilqi yomon emas aytma. O'tganda men qoshda bir shipping ko'ra qoldim. Shipping xodin ko'ra qoldim, siz chiqarib qo'yib ekansiz. Jo'shqin kamlar bilan bir unda o'shunda teyze, umaq vaqtlaringiz. 10 yil burun qiyish. Umaq vaqtlaringiz keldi, shu ovozni. Nimda daversa umaq vaqtlaringiz keldi hozir. Umaq chiroyli vaqtlaringiz keldi. Hozir emas, hozir bek umaq deysamda. Ya hozir beklam. Hop, menda umaq vaqtlar keldi to'g'rida. Anda bo'lsa naqshni bir 2 misra anglab boqam to'qada. Rost naqsh etamdi. Rosa bir 2 misra anglab boq aytalaydigansiz emasmi? Endi men programmamizda shu qilalaydiganning hammani qilib to'kib bermisiniz. Ko'rmanlar rozum bo'y penin yuzikdi ekanlar. Nemishda demaysan bu ishni. Naqsh etadigan ishni demidi. Bu atqash tuzdim. Masalan, riyosatchi naqsh etishga tegishli cho'qim men qilishga tegishli bo'lib qolsa aytman, lekin hozir ilqi bilsa ovozlarni o'zgartib, qiyib ketgan yerlarimizni o'ngshab, undan keyin chiqamiz. Ha, shu. Mana faqat o'ngshmaymiz jumla lekin. Ha, shu o'yladim men. Men oliy maktabdagi vaqtimda davlat o'rtaq tildagi naqshlarni bek yaxshi ayta olaydim-chu. Tahay, xovlay, ayda dayja deb bir yurish naqshlarim bor. Etdi verdiganchu. Do'stlarim meni to'la anglab zerikib u naqshlardan. Xovlay degan naqsha. Xovlay 我总算学会了如何去爱，可惜你早已远去，消失在人海。后来，终于在眼泪中明白，有些人一旦错过就不再。Sen bu hoşuk tutadığında. Amda hoştuluk kılıyorsun. Bu naqshlarni aytdim. Ondan Aydin kashlardan biza yaxshi aytalaydi. Buni jo'mmansini aytaman. Menga yordamlash shundan sen. Yordamlash. Aydin kashlara baxtim yo'lunga sana bağladın rana tanglıydım Aydın geçti Kaydılalı ben de gidelim Balı kaynıllap ulam Koyaşta Ay biyazni babada umseke gelsen Koyaşta dedim bu Koyaşta illik Elip kolumga etkan nakşanni Sahar anlaydım Koyaşta Bir şey anlayız oldu Mal üşketim etti Biz kesip bulamışlar kırattık
Arif bulamıgan kız, naqshi bulamıgan kız. Lekin qila olamsiz, qila olmayman bo'ldi bu. Shu Nuralining degan yerdan chiqishim kerak, ko'rmalarning degan yerdan chiqishim kerak. Ha. Asosiyatimiz ko'rmalar qo'shuv, sizlar bizni qo'shilimiz-ku, shundaq-ku. Aytib bo'ldingiz, hammani qila oladigansiz. Siz rolg'imi ustada, ancha-muncha beoyan bir narsalarga ustugu, jiq ko'rganman. Masalan, Abdilik sendimi? Masishpagan, shunda bir ishlar bor. To'g'ri. Men ko'rdim-da shu ko'rgan. Shuningcha hozir o'ylab qoldim, shu programmamizda muqim so'rilgan 8 savolniki eng oxirgisi 8-si naq maydonda rol o'ynash orqali ko'rmalarga kulgi ato qilish deydiganda bir buyruq bor-ku. Shuni qilib boqamdi qadamsa. Mayli, qila olaman. Siz qila olasiz. Hamma chatoq yo'q-da. Baqayli. Gülşen. Ay, lider. Ha, ishlar o'tabsiz? O'zingiz bilasiz, bugungi vazifangiz bek og'ir. Bu qimmat buyumliq narsalarni atlam yo'tkab ketadi. Alsam cho'ng shirkatdan kelib, balki har qilis yaxshi kelishi mumkin. Tekshirish olib bordi ekan. Shunga azroqmi savarlik ko'rishga bo'lmaydi. Ma'qul, uxlab qolmayman lider. Xotirjam bo'l. Lider, ma lonqi nech pul ras? 5 million. Sizga qoldiyamsa? Çay içeceğim lider. Çay. Uf, acaba kuskum açtı. 5 milyon buz bulmamdı. Can, kaçan kiler tamak. Kuskum şundan açtı. Utturamam mamışta. 5 milyon. Tayar çöp olsun yap çıkayçı. Ben. Birini qo'ymay va nima kiyib oldim? Akam men o'g'irlik tushgan vaqt tasodifan biraz kapqaz qilmaqman. Men bu andib turib qashmamlik deyman. Chiroyim cho'yitma va yuragim chiqiydi deb qolding sen. Qo'rqma, to'qiz yurak ekansiz. Bu akam bu millionlik narsa bor degan bu sat to'tasak turdi bu yerda. To'y. Ma'lum qilgadingmi? Ma'lum qilgadingmi? Hayotingda bunday lonq ko'rib boqqanmisan. Cho'pim nangoyani 5 qo'yganim qo'ydi. Cho'p bitiladi 5 millionlik lonqama. Qimmatini o'qimaydigan mushta narsalar bo'lsa oljuma. Hamma avval. Bu akam men cho'g'ilib ketgan modeldan bir turdi bu pul yarim. Hiç kallan dediğimi ajanda nesle pul hazır. Hemen ale. Altın akal. Bu aka. Yo'yica. Bozrak vartal yürek izli qilib qo'ysin de. Bu cho'ng apam siz maqtab ketgan mana og'ach pulga yaraydigan narsa. Çatlısı saqiydigan narsa. Bu isi. Pulga yaraydigan narsa. Fakta qiladigan narsa bu tuzuk bu narsa yo'q bu asorat yo'q do'konimda. Jiddiy bir ketamdik ya. Ili kirib qolama. Kat bo'lmaydi aka, katda yo'qlig'ini ketib qolganda qilganmaydi deyman adam bor. Bo'lmaydi aka. Mana kavatam deyman. Aka yo'q. Ben bu an amalık odasına gidiyorum. Aman esas çıkıp kettik. Ha, qo'yib qo'ying unda joyga. Siz Ben eshitib qilmagan. Bildim. Siz yiliqi shirkatdan keldingiz. Ha, Zongbudan keldingiz, Zongbudan. Zongbudan keldingiz. Yaxshi, yo'qtirsangiz. Bu lonqini shu. Lonqini shu. Aba ayet turibdi, chiqib ketdi, daqatga avelib bersanchi. Qani o'tiringlar. Chopasiz. Bu de Qo'l ketirib turibmiz. Kilolar. Kela. Bo'lgansiz, siz? Oturamsa aka.
Zombodan keldi. Sizlarga choy qo'yayman. Rahmat, o'zadam. Ha, biz bunda bir tekshirishlarga kelib, sizni nima qildimi, yo qanday bo'ldi deb yomon qimmat narsalarni bir qanday uxlab qolsam bo'ldi. 5 million ash lonqining o'zi 5 million hozir bizning mushu ko'rgazimiz oldiga mush buyumlarni hisoblasak milliardga boradi. Milliard bordi. Obdan qo'dotimi aka men bu yerki narsalarni. Bu siz bir ko'rib baqadiganға keldingiz. Yapsın lider açtı degende şirketin kelish mumkin deb. Şuna siz gapsizda. Siz hamsi bu başlıqni olib chiqdingizmi şeyga billa? Qo'dam chiqdi. Asli yo'q siz qilib endi qarsak lonqchiliklarga qatgan to'yilishimiz lazım. Bunday qilib. Bular shu nima zombo demişlar qilsizlar. Zomboda odatda shunday qimmat bog'liq narsalar bo'lsa, ilib o'tkazib, setib, pul tepib ya qimmat bog'liq buyumlarni qo'g'dash bizning mas'uliyatimiz. Mas'uliyat. Ani qalayimqan qor ko'ngillarning qo'liga qat'iy tatqizib qo'ysa qolmaydi. Mas'uliyatimni bekliyorum. Men yaxshi qarmasam bo'lmaydi. Bu degandan odatga asoratga kechikib kelgan bo'lsangiz yaxshi 2 minutdan ishi. 2 minut kechikib kelgan bo'lsangiz bek yaxshi bo'ldi. Siz qancha vaqt bo'ldi ishlayotganingizga? Ma'lum shu ko'rmagandek qo'toza bu binoda. Shu yangidan kelgan tamaga. Kimlar sal kichik. Shu borimiz shu kelishib faqatgina. Shunday yarishibdi-ku. Shunday yarishibdi. Şunu qilib yaxshi ish qilib. Amdi men bu yetishligili bek uzun bo'lmadim. Ba'zida bek chapatatman. Shu bek chapakaslarning bu bundaq qimmat bog'liq narsalarning qimmat bog'liq ama to'may tasaklarning arsizida yashab. Men qilay. Uyqum kelsa ya uxlayolmayman. Qo'sqim kelsa birim yemayman. Mana shu qimmat buyumlar qirib yoqsak to'ymaydi ekan. Shunda chapatat o'tmalkin. Bir jongjing bagil bulama zombuğu da baxsanlar bek chapatat o'timiz maaşımızmı bek tuvan şonlashqa bir jongjingga o'rlashtirib bersangiz. Unda qilsak o'zlikka yiqiyoq bizning sodimiz faqat yaxshi emasdan ha. Kirgan buning alamasi chiqib Kız setilwatıdı bo'lmasa bu. Setilwatıda. Yaxshi sodimiz. Ya sodimiz yaxshi, lekin biz aralashgan ishda masala chiqib, ashunda bir qalayimqanchilik bor-ku, shu uzun bo'lmagan shu kelgisi ichida bir oyning ichida cho'ng ko'lamli tangshash yaparmiz. Do'st mening mashim chiqib o'sdi ekanda. Yaxshi oldi. Bo'lsa sizni shu do'konniki bosh liderlik o'stiraylikmi deb bunda planlayapmiz biz-ku hozir. O liderning ko'ngli kelib qolish. Yo'q, onda cho'pchilarni ishlatmaymiz. Hozir bu pul yarg'idek narsalar yo'qmi bu to'mir tasakdan boshqa? To'mir tasak deyman, bu to'mir tasak deyman, ko'nglim keldi mening. Millionlab bu. Chiqsin pul qilganda pul naqd pul bo'lsin bundan. Ichida bir uy bor qaranglar. Tekshat narsalar bor. Qizli eshik shumi? To'g'ri. Siz zombodan keldingiz shundaqku? Men zombodan keldim. Ammo men bilaman. Siz ham qo'g'dab bizdan. Siz zombodan kelgan boshliqni o'zingiz bir aytib boqamsiz. Qani undasa. Uxlab qolmadim lider, xotirjam bo'ling. Men nima zombodan mehmonlar kelibdi-ku? Zombodan mehmonlar kelmaydigan bo'ldi degan. Zombodan da qoldi. Kelmabdi? Bugun kelmaydigan bo'ldi, balgirab isting tutsangiz bo'ldi, ha? Ma'qul emas. Ma'qul, ha. Shu bilan yaxshi keldinglar. Biz ko'rayotgandoq. Hadi birdan o'tirib turinglar. Nimaga? Qo'sqinglar qandaqdi? Qo'soq. O'zingiz bilasiz, qarang, zombo degan yiroqyachu. Bu yerga keldigan bir riyozat chekib. Cho'qim bugun keladingiz shundaq-ku? Bugun keldi. Nima qilam hozir sizni bu ko'rib shunda aqlli qiz ekansiz. Hozir bizning boshlig'imiz zombodan kelgan liderni cho'qim yaxshi kutding. Yaxshi kutmasangiz bo'lmaydi, deydi, ha. Polo deydi. Qochaqlan ekran deydi. Yegani ilqa
Kovaptın bir onluq boşqa bo'lacak. Savab deydi. Qiziq börek qo'yg'izibsan. Hozirgi sizdan bek chapata mana Akamda. tamoqlar toz yaxshi emas. Bu Oraqlar ketdim yakında. Maaşını bir östürüp özüm çoğun bir tanışaş yapar. Ashta qilyapsizlar. Ha, bo'ldi. Unda sizlar o'tirib turinglar. Siz ataydan kapsiz, bek chapata attınız. Rahmat. Maaşınızı östürüp verin mi? Ben bir tutib olayım da. Oldu vay. Mahad sepsep lan bir. Siz bek chapata attınız, kiyimlaringizni silib ketaydi. Fatma ya. Azroq ham bundan keyin. Bundan dastan. Hazır tamoq kirmang do'stlar. Qarnini bir aldırmay. Kapımay kaladım iki tane. Bo'ldi. Hazırlama. Hazır. Ay, bu da testi. Kamak diyelim yem çıktıran bulduk hep. Perfect düdüğe maladık. Ne cümlülük nasıl kovaldım da bir kamak çıktıydı atıdık hem de. Ay iş kırıp afalamdık ya. Ya akı başta hol kalam annen kalam da bir kent korsan toyguzup hani ki epçik etmem yok aka. İyisin. Ya bak konu kalı da koydum. Abi yoyacağını avaldan mı sen? Hem şuttur ağzı. Hem bırakın alalaydım hem buldum. Oğlu aşk şu oğri. Dıllama, ulan kutu. Bu da geldim deydi tıkı. Ay yağın boğan birisi. Amanlık saqlıq ucunun qiyapısı durağan. Dılaşma. Rahmat ede rahmat. Bu şunda koyduğun etken ki Oldu mu? Bu beşi buldu. Ben hem de maqtasam yağa maqtagandek o'qaman. Bo'ldi mi bunu sanlardan? Bo'ldi ya, rahmat. Bo'ldi ya. Hada ish qilib tonilmagan aktyor ekansiz. To'g'ri bo'ldi ya. O'zim bo'l, tonilgan riyosatchi, tonilmagan aktyor. Bektidan ton olmagan. Tepe kurguluqa. Tayyorliqsiz holat o'yindiq hada bunda rollarni. Mashq yo'q-da. Mashq yo'q. Haqiqiy bir asarni sahnaga amaliyot chiqish uchun moncha oylab mashqlar Çok vaqt ketadi, ha. Paylan qildi, uni qildi, buni qildi. Nurg'un bir bosqichlari bor-da, lekin biz mishada darhollam eng tez suratda ko'rmanlarga xo'shallik berib atdik-da. Ko'rmanlarniki asli kamchiliklar bo'lib qolsa, to'g'ri tushunishni umid qilamiz. Bir ko'zni qisib o'tkazib yetishni texmi umid qilamiz shunday. To'g'ri. Qusur topgandan huzur topdini alada. Ala. Ma gapga bir javob. Rahmat eda, unda bo'lsa keyingisiga o'ta ketdik. Yana savollar bor. Rasmiy oldiki bir astoydil savol emas. Bu qanday desangiz, men sizdan normal savol so'rayman, siz ta'tir javob bersangiz bo'ladi. Birinchisi, siz o'zingizni eng qaltis shinjonlik riyosatchi deb o'ylamsiz. Ağzımdan chiqqani ha, lekin ko'nglimda o'ylaganim yo'q. O'ylamda keyin kesib qasqandan qilaman deb. Çünkü hammasi bunda deb javob berishingizga ruxsat yo'q shunda. Mana. Ha, ma'qul. Gel masolda o'tib ketdi. Masolda o'tib ketdi, ish qilib, dedingiz-ku. Na. Ko'nglimda o'ylaganim yo'q lekin. Ikkinchisi, siz xizmat va oila ikkisidan faqat birisini tanlash to'g'ri kelsa, qaysini tanlaysiz? Ağzımda xizmat, ko'nglimda oilam. Zaten qaysi? Xizmat, bo'ldi, lekin ko'nglimda o'ylaganim oilam. Oilam. Uchinchisi, riyosatchilik sohasida jiq pul topqili bo'lamdi? Yo'q. Ama bu to'g'ri, lekin bu to'g'ri. Necha pul topding? Chaqchaq savol. To'rtinchisi, sizning bundan keyin jiqroq 100 topqingiz bormi, jiqroq pul topqingiz bormi? Pul. Demak 100 degan gapda bu. Rahmat. Tommi degan. Bu savollarmada shu yana o'xshashlam ko'rmalarniki kayfiyatini ko'tarish uchun chiqarilgan savollarda bu. Mush keyingi bosqichlarning hammasi asos jihatdan ko'rmalarga kulgi ato qilish emasmi? O'yin o'ynaydigan bosqichimizni, ya'ni shu programmamizdagi bir ijodiy o'yinni qarang. Quloq tanishishda qolib turib, uch bo'g'imliqlam so'zlaymiz. Ash eg'izimizdan shakliga qarab turib, nimdavatganligimizni topadiganlar o'yin. Ha, ma'qul. Shu o'yinni bir o'ynab boqamda-da. Yaxshi. Birinchisi, munavvar. Bu xabar. Az qoldi. Munavvar. Bu qahva. Ya, azam. Mu. Ha. Na. Ha. Var. Munavvar. Sağlamlık. Jalibkor. Ya. Sağlamlık. Yana bir qila.
Diyemedin. Diyemediniz. Üçüncüsü ya. Ha. İkincisi Sapalık. Tamaka. Sapalık. Tamaşa. Ya. Sapalık. Tibaat. Ya sapalık değil. Kendi üç. Tamam. Dörtüncüsü. Töt boğulma. Yakma dörtüncüsü. Ya. Üç boğum. Ben öteki. Erkincan. Senetkar. Erkincan. Er. Merhamet. Er. Kin. Can. Erkek. Azrak. Erkekler. Kin. Can. Ben erkek. Erkincan. Erkincan. Etva. Etva. Beşincisi. Ha, kaçıncısı? Bang tang. Bang bang tang. Ne var? O çağırsan. Ya. O tancı. O ay. Kara. 3. Uy. Uça ota. 5. 4. Sulaşı. Ötep gitti. May. Ne mi? May. 5. Yolvaz. 3. 2. 1. Ya ben işte kokuyor diyemem. Ya tez kılımız. Güzellik. Ögeniş. Ya. Güzellik. Üç şeylen. Ya. Şu kıtım değil ya. Rozum o cüyü uzat etmeyli. Güzellik. 3'e güç. 5. Üçe 3. 2. Ya. Bir ekle tokmaktır az. Manıma. İki. Hazır üç hatalaştım. 1, 2, 3. Yaxşı. Ha. Əmdi. Hayatlık. Açana. Açana. Hayatlık. Ayallar. Ayallar. Hata. Hayatlık. Ananas. Matopra. 5. Ananas. 3. 2. Ananas. Hata. Hata. Kapıma. Ananas. Hata. Ya. Əmdi qıra. Kral bir ötküzü oldu yüzümden. Mukafat. Bunu diyeleydi. Ne mi? Mukafat. Muhabbet. Muhabbet. Yak. Emes. Muhammed. Yak. Mukafat. Mukabat. Batı gidiyor. Hadi gideceğim kızı. Başkalar düğmesi özü olsun. Bunu ben yandım. Hazırmışız sizge de programımızdaki bugünkü tajdorligi Munavvar doktor markasininki emasmi? Munavvar doktor markasininki töyüzyan qimmatidagi belchaplaq, tiz og'riydigan, belput og'riydigan, nadi yelda atamdi, qanday bir ahvolda ko'rilsa chaptislan darhol unumi ko'riladigan mahsulot. Anadan keyin ko'z asrash chapligi so'g'at qilindi deb qabul qilgaysiz. Rahmat. Unda bo'lsa da bir ikkimizningki savol so'roq o'yini o'ynaydigan bosqichlarimizni o'tib bo'ldi emasmi? Tugab bo'ldi ya. Naq maydon qadam tashirib qolgan do'stlarimizmi bor? Attuganni yo'q o'tiryotdi, anglayotdi. Bir cho'patat quzuqsizlarni ya. Rahmat. Mishadim shu do'stlarimizdanmi balkim so'ramoqchi bo'lgan savollar bo'lishi mumkin sizdan. Abaytiyaq men so'ragan bilan lekin yana qolib qolgan savollar bo'lishi mumkin-da. Hozir mush fursatni naq maydon qadam tashirib qolgan do'stlarimizga bersak, qanday savol so'rasa astoydil bilan javob berishingizni umid qilamiz. Eng oldi bilan bizning shu Munavvar doktor markasininki birlashma barpochilarining birisi bo'lgan Anvar alayda taklif bilan mushaqadan tashrif qilgan bir javob berib etsak. So'raydigan savollar bo'lib qolsa, Anvar sizlar bir so'rab etsak bo'ladi. Salom, ekran oldidagi ko'rilmalar.
Men Munavvar doktor şirketining şirket hamkorlashib qurg'uvchisi Anvar apandidan sizlarga o'tliq salom va oliy ehtirom. Bu qatimqi Munavvar doktor şirketimiz tajdorligini olgan Cho'lpon keldi programmamizga arqasinglar bilan ekran oldida yuz ko'rishganimdan intayin xursandman. Riyosatchimiz Gulshan Muhammad Tursun bilan uchrashganimdan nihoyatda xursandman. Men baxushal, rahmat. Sizga rahmat. Rahmat. Bir savol sorg'im kelyapti-da. Siz hamdan mushu nurg'un programmaga riyosatchilik qildingiz. Bo'pmi? Tala yulduz programmasida to'g'ri javob berganlarga bir xato to'qmoq urib qo'ygan yeringiz bormi? Uba. Riyosatchilik qilaverib, charchab ketgan vaqtimizda, rost turib qolgan vaqtim bor, to'g'ri javob bersa, bolqini uruydigan vaqtim bor, xato deb ana rejissorlar bu to'g'ri javob bergan deb biz yilqi u ko'rinishlarni kesitimiz. Sizlar u ko'rinishlarni ko'ramaysizlar, faqat mening eng yaxshi, eng go'zal tarifimlam ekronga chiqdi. Lekin undaq ahvollar bekchiq. Chunki mukammelsizlikning o'zim bir mukammallik emasmi? Amdi biz shu kamchilikimiz bilan, shu nuqsonlarimiz bilan texmi go'zal ko'rinamdikin deb o'ylayman. Munavvar doktor şirketimiz qurilgandan 2 yilning mobaynida Munavvar doktor şirketimiz ishlab chiqargan bel put og'rig'i va manfaat qiladigan sovuqdan, yeldan, yo'llikdan, shamoldan bo'lgan har xil ustixon og'rig'i va bel put og'riqlariga alayda manfaat qiladigan Munavvar doktor yalliq qaytarish og'riq to'xtatish chapligimiz va ko'z asrash, ko'z ro'shanlashtirish chapligimiz mush qatimqi Cho'lpon keldi programmamizda jalvalanib turibdi. Ekran oldidagi do'stlarning Munavvar doktor mas'uliyatimizni ishlatib, sinab beqishini umid qilaman. Gulshadan da o'qoqshi. Menmu dadamga, apamga tavsiya qilmoqchi, chunki apamning tiz og'riydi emasmi? Mushu boya siz degan yalliq qaytirish, og'riq to'xtatish chapligi cho'qim foydasi bo'lamdikin deb o'yladim. Undan keyin dadamning bir ko'zi Chingguangyan sababli hamda operatsiyaga tushgan, bir ko'zning ko'rish quvvati hisoblamda yo'q darajada, hamda faqat ash yana bir ko'zning ko'rish quvvati bilan hozircha ash chaplaqni hamda dadam bir shiltib baqsinmikin deb o'yladim. Men cho'qim foydasi bo'ldi. Bo'ldi, cho'qim manfaat qildi, chunki bizning Munavvar doktor mas'uliyatimizning markasi bor, va'dasi bor, kapolati bor, unumi bor mas'uliyat. Masalan, hozirgi naq maydonda isbatimiz bor. Munavvar doktor mas'uliyatimizning bosh vakolatchisi Keramjon bel o'mirtq operatsiyasi qilingan. Bel o'mirtq operatsiyasi qilingandan keyin 2 baldaq tayoqda mang'anmaydigan holatda ashundaq ig'irti. Munavvar doktor yalliq qaytarish og'riq to'xtatish chapligimizni ishlatgandan keyin hozir o'zi harakat qilib mang'alaydigan musholat kelib Munavvar doktor mas'uliyatimizga bosh vakolatchi bo'lib bu qatimqi Cho'lpon keldi programmamizga yetib keldi. Naq maydonda so'zlab berishga taklif qilaman. Salam ekran oldiki ko'rmanlar. Men Korlin kelgan Keramjon apandi bo'laman. Men bel o'mirtqisi operatsiyasi qilingan. Men hosiga tayinib eslib maqtdim. 4-oyda vakolatchi bo'ldim. Bosh vakolatchini oldim. Vakolatchilik bo'lishdan burun mening yetakchim Munavvar doktor og'riq to'qish yolliq qaytarish chapligini menga tavsiya qilganda ishkilinib, mening kesilim xili bor. Bir atal, bir ashtal chaplaqlar o'ngishib ketmaydi deb o'zim qo'shilmasam, buni bir chaplab sinab beqing deb mening belimga 2 tal chaplab qo'ygan. 2 tal chaplab qo'ygandan keyin islomga ma'lum bo'lib, odatda men hozir eslib mangdigan odam, hozir eslmaydigan, o'zim bir xil ruhli bo'lib, his tuyg'ular oldi. Bu 3 kun turdi. 3 kun 72 soat to'liq chapildim. 3 kungachilik Rasul mangdigan bo'ldim. O'zim bir xil tuyg'u bo'ldi endi. Çok yaxshi. Ana tuyg'u bo'lgandan keyin qayta bir necha qadim chapildim. Az kundan keyin bosh vakolatchini elib, men ham o'zimning sog'lomligini asliga keltiray, ham atrofimdagi menga o'xshash og'riq azobini tatotganligiga sog'lom qilib chizay deb o'zim bosh vakolatchini oldim. Oxirida Anvarjon ko'pdan ko'p rahmat deyman. Munavvar doktor og'riq to'qish yolliq qaytarish chapligini bozorga solgan Erkinjon Haydarga ko'pdan ko'p rahmat deyman. Mahsulotlarga önümü to'g'riliq tushunish hosil bo'ldi-da bizda. Rasamda ya, balki ekranga ko'rmanlarimiz ajab bir e'lonlarni qo'shib ketdi deb o'ylash mumkin. Men lekin mushunaq e'lonlarni ko'rgan vaqtimda qat'iy zerikish tuyg'usida bo'lmayman. Nimishqa deganda yaxshi mahsulot maxfiy qolmasligi kerak-ku. Tashviqotlar orqali texmi ko'p ehtiyojli kishilarga biz yetkazishimiz kerak. Hamda boya do'stimizning yurak so'zlarini anglab o'tdik. Eng yaxshi e'lon, eng yaxshi tashviqot, ya'ni mushu do'stimizninki saqayganlik xush xabardimmi katılmaslik kerak deb o'ylayman. Dunyodagi eng yaxshi e'lon, eng tirik e'lon shu xaridorlarning, iste'molchilarning, mush bemorlarimizning rozimanlik tuyg'usi. Rahmat, bak xush bo'ldik. Rahmat.
Rahmat hammaga unda bo'lsa Anvar Erkinjon buningdan texmo shunday yaxshi mahsulotlarni har bir aylarning sog'lomligi uchun bir kuch chiqarishinglarni, assanlarni qo'shib turishinglarni yana bir qatim programma nomimizda umid qilamiz. Rahmat. Adama to'rdashlarning bir qancha savollari bor ekan, men bir ikkisini so'rab qo'yay. Bir to'rdishimiz sizga bek diqqat qilgan o'xshaydi. Gulshada mish 10 qapoq tartibingizga mish tatuq nim sababdan qapqagan. Aba men so'raymikin deb qo'shib so'rayamag'am Meni sho'lash Gulshan tatuq deydi. Ma'noda boshlab laqamni bo'ldi-da. Yo'q. Chaq. Gulshan cho'z qaysizlik tatuqchi. O'zimning taqdirimga o'zim o'tirib qo'ymayman. Baxtimga. Kichik vaqtimda uyda akam bilan mukishmak o'ynab, bundaq Safaning kayinda bir tashdek bor tuchandi. Akamni oshak mukini olgan o'xshaydi, dablam vaqt qadilam. Beshim aş tashdek tegdi. Qon bek chiqib ketdi ekan. Dadam ataydan meni doktorxonaga olib borib, tunish doktor izlab, mush keyin tatuq qo'yib qolmisin deb, tikimiz bo'lmaydi ekan, shu bek tikibdi ekan. Burun buncha iniq emas deyman, yishimiz cho'ygan bu tatuq bo'lgan sirliq ko'rinarlik darajada ifodalanib ketamdi. Kimlik o'z hozirmish tatuqni bek so'raydan olib ketdi. Boshqalar deydi, "Voy, biras bilan urushqanmidingiz yoki yo'ldoshingiz urganmidingiz?" deb chaqchaqib so'raydi. Lekin shu vaqtda akam bilan ashmi kushmak o'ynab tashdek tegib ketgan. Endi bu tatuqni yo'qotadigan amallar bor ekan, lekin men cheqilmadim. Bumi Gulshanning bir xasligi bo'lib qolsin deb-chu. Yo'qotmayman bu tatuqni. Siz yaxshi ko'radigan cho'lponlarni qaysilar? Mamlakat doirasidan so'rgan bo'lsangiz, Dongqing degan riyosatchini bek yaxshi ko'raman. Lyodo Xog'im bek amrahman. Apnum rayonimizdagi cho'lponlarning ichida men yaxshi ko'radigan, hurmatlaydigan cho'lponlar haqiqatan bekchiq odam bo'lishni, riyosatchi bo'lishni o'rgatgan nurg'un ustozlarimiz bor. Munira G'upur boshchiligidagi shu ustozlarimizga minnatdorligimni bildiraman. Uningdan boshqa men bilan qurdosh riyosatchilarning ichida men eng e'tirof qiladigan, eng qoyil bo'ladigan, eng yaxshi ko'radigan riyosatchi bo'lsa Shamsiya Baydullah. Mehr muhabbat elchisi, mas'uliyatchan riyosatchi, mayli kasbda bo'lsin va yoki odam bo'lish jihati bo'lsin, haqiqatan u bizga eng ulgu bo'la oladigan eng katta riyosatchi. Uningdan boshqa mening hayotimdagi eng qimmatli boyligim janjigar do'stim. Hurmat bildiraman. Rahmat. Domli so'zdan men chiqib qolamdim deb anglayapman. Rosa hozir men yetishib chiqayotgan riyosatchilarimizdan bo'lsa Nuralini. Rosa. Yo'q, lekin rosa bayami jiq dedik-ku. Nuralining alohidliklari bek jiq ekan, masalan, riyosatchilik, uningdan boshqa mana maqolni o'zi yozadi, avtor, rejissor, kirishtiruvchi bo'lsam shu operatorlikni o'zi qilayotgan bo'lsa, uningdan boshqa texi naqshini shunda yaxshi ayta oladi. Ham shu zamonaviy uslubda naqsh aytishga xosligi bilan hammamizni qoyil qilib kelyotdi-da. Yana qolib qoldi, ozroq o'ylashingadi. Qoyil bo'lganlar bekchiq, yaxshi ko'rganlar bekchiq, vaqt sharoiti bo'lgan bo'lsa, har birisini cho'qim tilga ilib so'zlaydim. Bir-birimizga bo'lgan shu hurmat, shu izzat, isillik bo'lganligi uchun biz mush kasbdoshlar bek yaxshi o'timiz-chu. Amaliyotda kasbdoshlar o'zaro bir-birini raqobatchi deb o'ylaydi, lekin raqobatchi emas. Biz bir-birimizning jafosini eng biladigan, qiyinchiligini eng biladigan, bir-birimizni eng tushunadigan qarindoshlardan, do'stlardan bo'lib o'tamiz. Shuning uchun men kasbdoshlarni faqat raqobatchi deb o'ylamayman. Hammamizning o'zimizga tushliq alohidligimiz bo'ladi, xosligimiz bo'ladi, uslubimiz bo'ladi. Program bekchiq, yo'l bekchiq. Aman shuning birisi mening bo'ladi, hamon birisi Nuralining bo'ldi. Shuning uchun bir-birimizga mana mushtaq madad berib, bir-birimizga o'gitib, o'zsak nimga yaxshi. Shunlashqa eng yaxshi do'stlar texmi shu bir kasbni qildiganlarning ichidan chiqadi deb jazmlashtirib aytalayman. Yaxshi deb Senindan qilayotganmi meni? Endi qilmayman. Gulshan xonim, bugungi o'sha Cho'lpon keldi programmasi orqali siz bilan tanishganim uchun intayin o'zim baxtga his qilaman. Rahmat, men shu. Sizdan adigani bersa shunchalik juq programmalarga qatnashganligingizdan xabar topdim. Siz hozirgacha riyosatchilik qilib yurib turib, qaysi programma bak yaxshi ko'rdingiz? Men sizning Tala yulduz programmangizni bak yaxshi ko'rdim. Abiyam deganda to'qmoq bilan to'q urgan bilan bizga nurg'un jihatlardan bilim yetkazgandingiz. Mushu hayotingiz jarayonida siz qaysi
programmani bek yaxshi ko'rsiz? Men yanala shu Tala Yulduz programmasini eng yaxshi ko'rdiganman deb o'ylayman. Chunki Tala Yulduz programmasi mening farzandimga o'xshashchu. Bu programmani tug'dim hisobchi hamdi. Menla emas shu programmamizdagi barliq xizmatdoshlar, kasbdoshlar bilan birlikda tang o'sib, yetildirdik. Cho'ng bo'ldi. Meva badi. Keyin nima bo'ldi? Keyin texnik taraqqiy qildi. Tala Yulduzdan men qaltisga o'zgartirdik. Lekin bizningki shu ideyamiz, bizning liniyamiz o'zgarib qolgani yo'qchu. Tala Yulduz bo'lmagan bo'lsa, bugungi Gulshan Mamattursun bo'lmaydi. Hamda har millat do'stlarimizning qo'llashmaydi, yaxshi ko'rishmaydi. Shuning uchun ham Tala Yulduz programmasida eng yaxshi ko'rdik men hamda mening riyosatchilik sahnasidagi xosligimni, alohidligimni texnik gavdalantirib bergan. Shundaqla Gulshan Mamattursundan iborat mushu markani yaratib bergan bir nadir program bo'lganligi uchun eng yaxshi ko'rdiganim Tala Yulduzi. Rahmat. Endi adam shu vaqt munosabati bilan programmamiz mishada oxirlashadigan bo'lib qoldi. Shu mening faqat oxirlashdigim yo'q, qaram bizda ma kasbda jiq suratga elishlar bo'lib, tamoqlar vaqtida bo'lmay, u bu jafoliq ishlarda og'irlik his qildi-ku. Lekin men bugun faqat og'irlik his qilolmadim. Xo'shallik bo'lgandan keyin hozir darhol bir oxirlashib ketib qolgandek, hozir boshlagandek biz. Shunda afsuslanarlik ichida vaqt munosabati bilan qistab qoldi. Bo'lmagan bo'lsa biz shu qaranglarimiz Sualın cevabına en absurdundan şans imo dese Çolpan geldi programının sunan pek tezli tügep gidişi. Bize cevap versen bana pek oldu. Sen çaplaklamaya gelin. Bunun keyinki işlerimizga ahmetler yer bolsun hemmeyleninki ya da ekranlarda üzülüp kalmasınızın için ko'nglimda umid qilaman shundaqla salomat turing ada. Eng muhimi salomatlik birinchi o'rinda turdi emasmi? Odam salomat bo'lgan vaqtda qolgan xizmat, turmush, har qanday ish shuningdan boshlanadigan bo'lgandan keyin cho'qim salomat bo'lishingizdan chin ko'nglimizda umid qilamiz ada. Program guruhimizdan Nurali bilan jiq paralashdik bayana yaqi. Nuralining yana bir alohidligini his qildim. Riyosatchi bir yaxshi tingshug'uchi bo'lish kerakchu. Yaxshi tingshug'uchi bo'lgan vaqtida riyosatchi xizmatini yaxshi apmangil bo'ladi. Butun mening ichki dunyorimni jurki bilan tingshidi. Rost. Şunlaşqa yaxshi riyosatchi bo'la oldi deb o'ylamay jiq so'zlab aytgan bo'lsam, agar gaplarim ortiq ketgan bo'lsa, qamlashmagan yerlar bo'lsa, ekranlikka ko'rmanlarimizning to'g'ri tushunishini umid qilaman. Chunki boya biz dedik, dunyoda hammadan to'g'ri tushunish go'zal. Rahmat. Bugun san programmamizning shuariyada bu. To'g'ri. Xo'sh, 2021-yillik Cho'lpon keldi programmamizning tojdorligini Munavvar doktor markasi alayda qo'llagan. Her iş seherden başlanıdı. Yaxşı keyfiyat bir kunning ochquchi. Yuyeja, ya'ni Munavvar doktor mayli xizmat yoki safarda bo'lay mendan ayrilmaydi. Yo'q, men uni yenimdan ayırmayman. Uni kichik chog'man. Ba'zida kichik ishlar cho'ng ishlarga ta'sir qiladi. Bir kunlik yaxshi keyfiyat bilan hayot qaynarliqni shunday sizamanki, baxtni, muvaffaqiyatni hayotning qimmatini tezam yordimi. Umid meni davomli olg'a undaydi. Baxtni qo'llashga, his qilishga undaydi. Sog'lom turmushni o'zingiz izlab toping. Munavvar doktor. Xo'sh, programmamizning riyosatchilarining kiyimini Miras kiyim-kechak madaniyat shayli shirkati alayda qo'llagan. Bovladi Miras tog'dek qomatga qiyos Miras kiyimlari. Xo'sh, rahmat ada, yana shu buningdan keyingi ishlaringiz texmi go'zal bo'lsin umaqada. Mana bugun Munavvar doktor markasiningki qurg'uvchilarining birisi bo'lgan Anvar abnoma bir dasta gul so'g'itib aka qabul qilgaysiz. Rahmat sizlarga, rahmat sizlar. Sizlarning ishlaringlar yurishsin. Munavvar doktor markasidagi mahsulotlar har bir oiladagi har bir do'stimizning har bir kuniga hamroh bo'lsin. Rahmat. Unda bo'lsa ekran oldi ko'rmalarimiz yana bir qitimqi Cho'lpon keldi programmamizda Gulshan Mamattursunni hammaylar birlikda saqlaymiz. Yana bir qitim ko'rishishga omon bo'ling. Hammaylar omon bo'lsin. Xayr xo'sh.